yeydi baribir. Nima qilsak ham ko'rishadi. Onamdan so'ksa ham rahmat degan paytlarim bo'lgan. Prosta tak haqiqat haqida gapirish mumkin emas O'zbekistonda. Vayli o'ladi dedingiz. Pul so'rayapsan menda. Artistlar bor, to'yga chiqib ketishadi. Nimaga shu to'yga chiqishadi? Majburlikdan. Boshqa yo'li yo'q pul topishga. Katta bloger kecha reklamasini ko'raman. O'rtalar kimga 2000 dan 3000 tagacha kerak bo'ladigan bedonmi? Eshikda qilyapti. Qarasam 15 kishi keldi. Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Bu Space Review birinchi bizning demo sonimiz hisoblanadi. Bugun podkastimizda mehmon Umid G'ofurov, Robus asoschisi, Jamshid aka Ziyoxonov, Subyektiv asoschisi hamda Aziz Ko'maraliyev, Space Marketing hamda Space Academy asoschisi va Timur Alixonov, internetdagi sifatli kontent asoschisidan bittasi. Asoschilar. Demo degani bu yaxshi chiqsa o'chirib tashlash. Probni variant, tushunmasmi? Okay. Demak, ko'rmasligini ham. Aziz akam shunaqa deb boshlab bering dedilar, qolganini o'zim davom ettirib olaman dedilar. Xudo xohlasa bugungi mavzu bu internetda qanday qilib filtrlash mumkin kontentni. Va bugunda bizning mehmonlarimiz hammasida xudo xohlasa sifatli kontentlar bor. Qanday qilib filtrlash kerak? Umid aka sizdan boshlaymiz. Talabdan kerakmi? Qanday filtrlash kerak? Biza foydalanuvchilarga maslahat berishimiz kerak. Foydalanuvchilarga After sifatida. Boshqa odamlarga ham nisbatan qanaqa bor? Bemalol. Message Xizmat bo'lsa, yo'q, xizmatlar yo'q, lekin message bor. anaqa ig'vo, aysh ishrat, fahsh, zinolik, zalolat bemalol bizda yo'q. Mandan tak. Endi men hozirgi paytda eng ko'p qaytarayotgan mavzu, ya'ni ta'limga bu taqalayapti. Ya'ni shu bizadagi biliming yo'q, kitob o'qimaydi. Bu yerda ya'ni korrupsiya haqida gapiraman, yana baribir ta'limga taqaladi. Bizdagi kontent sifati ham ta'limga taqaladi. Men hozir filtr haqida gapiradigan bo'lsak, ta'lim mana shu filtr elang sifatida qarasak filtrga shu ta'lim orqali mana shu nimalar ko'paytirish mumkin. Nima deydi? Filtrni anaqa shotka. Hozirda bizda nima elagimizda mana bunaqa nimalar bor. Teshikchalar emas u. Teshiklar, tera. Shu uchun nima deydi? Kelayotgan kontentni borligicha qabul qilishyapti va bundan kontent bilan shug'ullanayotgan insonlar ham foydalanishyapti. Ya'ni yeydi baribir. Nima qilsak ham ko'rishadi. Shuning uchun videolarni ko'rsangiz, shok oxirigacha ko'ringlar. Clickbaitlar qo'yib, sharmanda, bunday deb. Lekin bu degani bizni auditoriya, ya'ni shu foydalanuvchilar sifatli kontentga o'ch emas degani emas-da. Mana masalan, Subyektiv chiqarayotgan kontentni men bir 5 yil oldin o'ylamasdim. Kimdir mana shunaqa kontent chiqaradi va shu kontent shuncha prosmotr yig'adi. Ya'ni talab baribir bor. Va mana hozir content creatorlarga yoki kim u vaynerlarga, influencerlarga, xullas hammaga shu nima iltimos, xalq yeydi deb bo'lmagan narsalarni olavermanglar. Baribir sifatli kontentga talab bor va mas'uliyat ham bor. Ya'ni shu O'taki mana sizning fikringizcha sifatsiz kontent qanaqa kontent u? Sifatsiz men uchun saviyasiz deylik, saviyasiz va sifatsiz. Sifat degan ko'pchilik texnik jihatdan o'ylaydi. Yo'q, saviyasiz. Umuman olganda men trash content deganda men uchun shu kontentni ko'rgandan keyin odam o'ziga nimadir olishi, shu olgan narsasiga qarab. Ya'ni agar kam nimadir olsa, demak mayli olibdi nimadir. Даже shu ko'ngilochar bo'lsa ham nimadir olibdi. Yoki ana обучающий hozir videolar ham bor. Endi men juda bir kurslar haqida gapirmayapman. Aynan nimadir men shu yana subyektivni misol qilib olsak, nimadir mavzuni yoritib, nimadir o'rgatadigan kontent men uchun sifatli kontent. Bu endi bu degani doska oldidagi kontent emas, shunchaki odam ko'rib, o'ziga nimadir olsa, men uchun shu sifatli. Agar hech narsa olmasa, men uchun shu saviyasiz, trash, uni bo'lganidan bo'lmagani yaxshi degan fikrdaman. Endi baribir biz hozir aytganimiz bilan baribir internet tozalanmaydi hozir. Lekin ko'proq men shunday kontent
tarafdoriman. Ya'ni sizning qilayotgan kontentingiz shu auditoriyada qanaqadir balki savollar tug'dirsa, hech bo'lmasa shu savollarni tug'dirishi ham men uchun nimada faktor. Menda mana bunaqa fikrlash uyg'otish kerak. Mana bunaqa tushuncha borda. Men agar avtor o'zidan gapiradigan bo'lsam, avtor o'zini ham ikki xil tanlovi bo'ladi boshida. Misol uchun qaysidir avtor boshlayotganda asosiy maqsadi tijorat deb oladi. Qaysidir avtor asosiy maqsadi perspektiva uchun ishlash, ertaga manfaatli bo'lish, undan tashqari qo'li, misol networking palonchi pistonchi o'zini kattartirish bilan shug'ullanish misol. Ko'p avtorlar bu narsani tijoratdan deb asosan o'ziga olgan va u tushunsa bo'ladi, o'ziga tijorat, ya'ni kommersiyani birinchi o'ringa qo'ygan odamdan siz hech qachon qadrlovchilar uchun kutiladigan kontentni olmaysiz u insondan. U mass marketga qiladigan odam. Misol uchun, как будто misol mana bu Chanel yoki Diorga o'xshagan kompaniyalar atirni millionlab kopiyalarda sotishadi-yu, ularga ham shu narsa kerak. Ular massa uchun ishlaydigan odamlar, ulardan unaqa katta narsa kutilmaydi. Va ko'p odam afsuski shu narsani tanlab ketgan. Oldiga borib nimaga ho'y sen mana bunaqa desa, mana bunaqa narsa qilmayapsan, mana bunaqa desa, shuncha narsani o'zgartirishing mumkin-ku deb siz unga влияние ko'rsatsangiz, jinnimisan, bizanikilar tushunmaydi-yu, bizanikilar mana bunaqa-yu, bizada unaqa-yu. Mana shunaqa stereotipni мышление bilan yashaydi-da. Asan shunaqa payt lidokol bo'l, borib o'sha muzni yorgin, mayli 1 kun o'xshamasin, 2 kun o'xshamasin, 3 kun o'xshamasin, o'sha sifatsiz kontent emas, o'zing uchun обычный bo'lib qolgan kontentingni orasiga qo'shib tiqib ketsang, odamlarga sekin nimanidir beradi odam. Misol oddiy misol sifatida keltiraman, Sherlegel ham juda ham radikalniy yo'l bilan boshlaganlar o'zini yuridiskiy, ana qara, misol yuridiskiy kontentni в принципе qabul qilish qiyin bizda. O'zini pravolar, lekin shersaka men bu nasiliya, kvartirangga bostirib kelsa nima qilish kerak, qizing bilan o'sha bo'lsa Milliy gvardiya qanaqa gaplash kerak. Mana shunaqa og'ir bo'ldan olib chiqdilar-da, sekin pravoy anaqani tushuntirishni boshlab ketdilar. Xuddi mana shunaqa stilda juda ham ko'p avtorlar o'zini olib borsa bo'ladi. Lekin yo'q, mana shu bor. Bizda yemaydi. Jam birinchi hype intervyular qilib turib. Bizda taka qo'ysangchi, bizanikilar tushunganda davno qilgan bo'lardim. Mana shu bahona faqat. Asosan bahona. Maqsadam bu degani maqsadam pul bo'lgani uchun tijoratda, maqsad tijorat. Unda filtr yo'q. Timur, sizda bo'lsa 2 yil oldin intervyu qilganimizda Vailda o'ladi dedingiz. 3 yilda o'ladi. 2 yildan oshdi menimcha. 2 yildan oshdi. Lekin hali ham o'lish bo'lyapti, noya qarab. Yo'q, unaqa deysiz, lekin men talash olmayman shu gapingizga, aka. Chunki men ham talash olmayman. Chunki haqiqatni oldingiga nisbatan vilchillab ketishlar yo'q hozir. Hozir ancha-muncha odamlarning ahvatlari tushib ketgan. Juda ham ko'p vaynerlar o'sha o'zimni ko'zim bilan ko'ryapman, boshqa yo'nalishga o'tib ketgan. Kimdirlar anchagina so'ndi yaxshilab. Odamlar o'sha tushunib qoldi, что bo'ldi, qaytarilaverib zerikdik. Qanaqadir yengilroq narsa ber. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, даже men o'zimni sekin qiziqarli faktlar, yo'nalishlarimni o'sha oldin sizga aytganimdek, o'sha o'tishni boshladim bu narsalarga sekin-sekinligi bilan. Va odamlar meni fikrim bo'yicha to'yini bo'ldi, lekin paftorlarni hisobiga yashab yurishibdi hozircha. Mana misol seni xotinidan qo'rqadigan do'stingni o'sha 17-seriyasini olishyapti bolalar kopiya qilib, tushunyapsizmi? Yoki choyxonaga kelmaydigan o'rtog'ing haqida o'sha 43-seriya olinyapti. Odamlar bir xillikdan o'sha zerikdi. Odamlar kontent bo'lmaganini evaziga majburlikdan shu narsalarni ko'rishga hozir ular nima deydi, hukm qilingan. To есть majbur. Chunki undan boshqa narsa yo'q bozorda. Hozir afsuski. Kam demoqchiman. Tushunyapsiz? Odamlar majburlikdan ko'ryapti bu narsani. Lekin mitsa bo'ladi. Lekin o'shani qiziqib ko'radi odamlar baribir. Ya'ni mana Umid akaning gaplariga yana bor taqalyapti. Ya'ni o'sha fikrlashi bo'lmagani uchun, bilimi bo'lmagani uchun, ta'lim bo'lmagani uchun o'sha kontent u bemalol hazmqot ko'ryapti, kulyapti. Men просто bir ikkita endi tanishlarim ko'rsatadi, kulib, "Voy, mana buni qarab, это же трэш, как ты это смотришь? Qanaqa buni tomosha qilyapsan sen?" degim keladi. Menimcha hozir bu yerda men ikkita mesej bermoqchiman. Ya'ni tomoshabinlarga и reklamodatellarga. Tomoshabinlarga nega? Mana misol uchun aytaylik, условно qanaqadir Vayner boshladi faoliyatini, qanaqadir trash narsalarni qiladi, odamlarga umuman kerak emas narsalarni ko'rsatadi. Agar o'shani ko'rishmasa, tomoshabinlar просто mana ko'rgisi kelyapti, lekin ko'rmasa o'sha trashni, o'shani ko'rmasa, prosmotrlar ahvati tushsa, unaqa kontent kamayadi.
uni просто ommaviy qilish kerak, odamlarga просто shuni singdirish kerak. Mana TikTok oddiy, mana TikTok algoritmida, masalan, TikTokda trash narsani qancha ko'p ko'rsa, o'sha ko'proq aylanveradi, to'g'rimi? O'shani просто ignore qilib o'tkazib yuborsang, o'shani ahvoli tushib ketaveradi. Shunaqa narsa. Ikkinchisi bu reklamadatellar o'zi aslida bozorni, media bozorini reklamadatellar boshqaradi. Aytaylik bitta usulni qanaqadir Vayner yoki Vaynerlarni yomonlash niyatim yo'q. Timur, просто Vayner emasman, aka. Muzikant. Yo'q, Vaynerlarni yomonlash niyatim yo'q, просто saviyasi kontent qiladigan usulni qanaqadir bitta Ko'p tan olish kerak, ko'p. Da, kontent qiladigan inson o'shanga reklama kelmasa, u xohlamasa bu to'xtatadi yoki boshqa yo'nalishga o'tib ketadi. Gif qiladi. Reklamadatellarga bog'liq bo'lyapti bu yerda ko'p narsa. O'shanga men reklamadatellarga iltimos qilgan bo'lardim. Reklama berayotganinglarda u odamning kontentiga e'tibor beringlar, akalar. Misol sizlarga yoqishi mumkin, ana og'aylar ulfatlarni kurugida mazah qilishingiz mumkin, no u nimadir beryaptimi jamiyatga. Sizlar qo'llab-quvvatlayapsizlar bu ishinglar bilan, ularga pul berayotganinglar bilan o'sha kontentni qo'llab-quvvatlayapsizlar. Agar sizlar pul beraversanglar, u dalcha bo'lishni bosaverishadi. Aytaylik, tomoshabinlar ko'rmasdan reklamadatellar pul beraversa, ketaveradi bunaqa kontent. To'g'risi. Mana misol uchun oddiy misol aytishingiz mumkin, saviyali kontent bo'lsa reklamadatel ham bo'ladi-yu, deyishingiz mumkin, lekin mana subyektivda 1,5 yil minusda o'tirganmiz. 1,5 yil insiderskiy informatsiya, 1,5 yil minusda o'tirganmiz. Umuman reklama bir ikkita bo'lgan bo'lsa ham u просто bilmadim, oddiy syomishniy расходlarimizga ketadi. Yo'q, syomishniy komandani ham расход, просто syomishniy qanaqadir расходlarga ketadigan pul edi-ku. Mana hozir mana sifatli YouTube uchun kontent haqida gapiradigan bo'lsak, men chunki YouTube ga kontent qilaman, Instagramga endi побочный. YouTube ga kontent qilish haqida gapiradigan bo'lsak, bu anaqa nima desa, arzon narsa emas-da bu. Arzon jarayon emas, o'ta hamma narsasi pul. Oddiy misol mana oxirgi Istanbul haqidagi ko'rsatuvda просто muzikani o'ziga $116 ketgan. Просто muzikani o'ziga tam 2-3 ta joyga qo'yishga avtorskiy muzikalarni sotib olingan yoki oddiy qanaqadir ramkani effektida o'shani ham hammasi sotib olinadi bu narsalar. Bu tekin turmaydi bu narsalar. 5 ta kamera, 5 ta kamerasi oddiy arendasini hisoblansa. Arendasini o'zini hisoblasa, u помещение, lokatsiya, hamma narsani hisoblasa, u baribir ustiga tushaveradi. O'sha hammasi расход. Men o'ylayman, mana hozir kim qilyapti, sifatli harakat qilyapti, тем не менее, YouTube'ga sifatli kontent qilishga biz harakat qilyapmiz. Aytaylik, Teacher Azamlar bor, Texnoplovlar, endi o'zini krugi bor ularni, lekin bundoq qaraylik, ularni kim поддержка qilyapti? Ularni unaqasi bor. Global Media nimadir anaqasi. Da, ularning agentsiyasi bor, ularni поддержка qiladigan podushka bo'lib beryapti. Bizga Kunuz поддержка bo'lib beryapti. Men hozir o'ylayapman-da, hop to'xta, hozir agar Kunuz bo'lmaganda, subyektiv bo'lmas edi. Yoki o'sha JMD bo'lmaganda o'sha bolalar qila olmas edi kontentni. Chunki ko'p pul ketadi bu narsalarga. Mana Kunuz to'g'risi mardlik qilib shu paytgacha ushlab berdi-da, subyektiv mana tipa qilinglar, ijod qilinglar, bolalar ko'rsin odamlar shu kontent. Endi hozir bitta narsa bo'lyapti-da, bizda Instagramda reklama paydo bo'lyapti-da. Reklamadatel ko'paydi, ana выпускlar portlagandan keyin reklamadatel ko'payyapti. Biz reklama berishni boshlayapmiz, oldin reklama bermayapmiz. Subyektiv yangi reklama agentligi bo'lib ketibdi, reklama ko'payib ketibdi subyektivda. Unaqa do'stlar bilasizlar, mana sizlar yig'lab mana reklama agentligi bo'lib ketibdi deganinglarda o'tgan oy subyektiv mana mashinada o'zining расходlarini qopladi. Mana mashinada qopladi. Sizlar agar shunaqa поддержка qiladigan bo'lsangiz, sifatli kontentni to'g'risi bu поддержка emas-da. Bu mana misol uchun artistlar bor, to'yga chiqib ketishadi. Nimaga o'sha to'yga chiqishadi? Majburlikdan. Boshqa yo'li yo'q pul topishni. Mana artistda u faqat ashula aytishni biladi. U oyoq kiyimni remont qilishni bilmaydi, texnikani bilmaydi, boshqa narsadan xabari yo'q uni. Hayotda qila oladigan ishi u ashula aytish. Ashula aytishda hozir qayerda puli bor? Faqat to'yda puli bor. Boshqa joyda puli yo'q. Hozir agar sizlar bizani shunaqa поддержка qilmaydigan bo'lsangiz, sifatli kontentni biz ham qanaqadir mana shunaqa faqat pul bor joyda yuradigan bo'lib qolamiz. Ijod yo'qolib ketadi do'stlar. Mana sizlar subyektivda maza qilib tomosha qilsanglar-da kontentni, misol uchun YouTube'da. Lekin просто tak reklamani ko'rib bera olmasanglar, bu qanaqa bu поддержка? G'alati emasmi bu narsa? Men shu kommentariy aytmoqchi edim, reklamadachimanman. Xo'p, chiloylar bilan ham ishlaymiz va bizni shu reklamadachi mana hozirgi kunda shuncha kompaniyalarni qilayotgan bo'lsa, mana Turg'uz Umid aka bilan xudo xolisa yarim yildan oshiq ishlayapmiz. Timur bilan ishlaganmiz 1 yil. Siz bilan ham ishlayapmiz. Da. Eng kerakligi shu 3 ta inson va yaxshi blogerlar filtrlaydi reklamasini. Filtrlab reklamalarni hamma reklama особенно shu 3 chalovi har safar urishamiz. Yo'q, chiqarmayman buni deyman. Mana oddiy mana chiqarib bering domma. Yo'q, chiqarmayman doktor. Voy, men личный blogimni chiqarib bering domma. Yo'q, chiqarmayman. Oddiy misol gapingizni bo'ldim, azizga uzr. Bilsangiz mana yaqinda Novostillarda ham chiqib ketdi-yu, realniy investitsiya $3 million o'xshatdi.
esingizda bo'lsa juda ko'p kanalda chiqargan o'shani internetda ya'ni просто videolarni chiqarib o'sha paytda bizga ham chiqqanda u paytda bizga o'sha taklif qilgan adashmasam o'sha $3,500 katta pul edi u paytda chunki bizni подписчик 100 mingga ham bormagan edi biza uchun pul edi u paytda прямо настойчиво anaqa qilganda so'ragan biz уже просто qanaqadir neto narsa haqida kelayotgani uchun uni reklama qilmaganmiz. Hatto biz minusga ishladi o'sha paytda-da. Lekin shunaqa sifatli kontent qilsam, sen filtr qilasan. Misol uchun Umid aka yoki Umid aka polniy tanqid qiladi. Chunki u bor narsa-da. Jamiyatimiz muammolardan iborat bo'lgandan keyin uni tanqid qilib yo'lga solish mumkin faqatgina. Buni ko'p joylarni tanqid qilganlari uchun reklamadatellar ham o'zi chopiladi-da. Shuni tushunishinglar kerak sizlar. Sizlar qancha ko'p tanqid qilasizlar, shuncha ko'p reklamadatellar chopiladi. O'shanga chidab mana bunaqa narsa-da, Jamshidxon aka, sizni o'zingizni hozir birinchi bergan messenjingizni o'zida o'sha javobingiz bor-da, tushunasizmi? Gap shundaki, potrебленияmiz past. Tushunasizmi? Potrебленияmiz past bo'lgan odam oki subyektiv ko'rib boshini og'ritmaydi. Chunki oki o'zini ishxonasidagi olayotgan 1,5 million oyligi boshlig'ida mamlaqa qilayotgan narsasi ishxonadagi davkasi yetadi-da. Sizni hozir aql o'rgatayotganingiz unga yoqmaydi, sizga полностью ненавистini bildiradi. Siz ular uchun oki поток, который принимает весь негатив, tushunasizmi? U sizga kelib to'kiladi u. Chunki o'zini mana bu yerdagi qaysidir ma'noda aksariyatni qo'pol qilib aytganda taksibi hayotiga mana bu yerda sizni qilayotgan narsalaringiz bilan yoqmaydi, tushunasizmi? Va bitta narsa blogerlarni, ko'p avtorlarni birinchi o'rinda o'zini ценности yo'q. Reputatsiya nimaligini bilmaydi oki. Reputatsiya nima deb so'rasang bilmaydi oki. Ming auditoriyasi bor bitta katta bloger kecha reklamasini ko'raman. O'rtalakimga 2000 dan 3000 tagacha kerak bo'ladigan bo'lsa, nima? Sani qanaqa katta odam ko'radi, qanaqa katta поток odamni qabul qilasan-da, 2000 dan 3000 tagacha garant berar ekan deb reklama qilasan. Ты насколько большой человек, на что ты способен, а что ты рекламируешь, tushunasizmi? И odamlarda ham avtomatik shunaqa уже мышление bo'lib, odamlar уже sekin sarchiroq faqat shunaqa narsani bo'laveradi deb qabul qiladigan odamlar уже qolib ketadi, tushunasizmi? U biz hozir xalq o'zimiznikilar davomimiz-u. Oke, xalq borib bergan narsani yeydigan odam. Xalq bergan narsani yeb ketaveradigan odamda, xalqqa o'zgartiradigan, xalqqa misol kontent davomimiz, u narsani biz qilishimiz kerak. O'zgartirishda birinchi o'rinda xato biz tomonidan hozir o'tyapti, avtorlardan. Xalqqa misol anusi bor, u bu davomimiz, lekin biz o'zimiz avtorlar mana shu narsani pazbalat qilib qo'yayotganimiz uchun bo'layotgan narsa-da bu aslida. Bunday olib qaraydigan bo'lsa. To'g'risi. Shu joyda o'zimning rejalarimdan bittasi, menimcha hamma ham xabari bor. Mana senasi haqida gapirildi. Mana shu blogerlar, content creatorlar orasida qanaqadir kodeks degan narsa ham yo'q. Ya'ni kodeks nima degani? U ham yozilgan narsa emas, shunchaki. Mana bu narsani shu aytaylik, shu stavkalarni reklama qilish kerak emas. To'g'ri pul, to'g'ri xohlagan pulingni beraman. zo'r pul. Menga ham aytgan. Menga ham yoz. Men necha pul reklamang? Mana shuncha. 10 barobar beraman. Reklama qilgan yo'q. Men insiderskiy sizlarga informatsiya $30,000 taklif qilishdi 3 ta postimga. 3 ta anaqa. Shu joyda tweet qilish kerak-da, baribir reklama olgansan pullardan. Bo'lishi mumkin-da. Biz menga mana 5,5 mingta follower bor. O'sha M dan keladigan nimadir yozyapti-da. Nima posting bo'lsa, qanaqa bo'lsa, davay biz sangiz ko'ryapti-da, qanaqa auditoriya. Mana shu filtrda men Timur siz menga yetib bergansiz, qanchalik sizga anaqa berishadi mana 1x, okey, mayli. Lekin infotsiganlar qancha предложение bergan sizga? Infotsiganlar voy summasini eshitib men yo'q edi o'manda. Серьезно kelib, давай kurs запускать qilaylik yoki agitatsiya qilyapti-da. Полностью sizni отрабатывать qiladi. Mana shu blogerlar mana shu narsaga uchib odamlarga reklama qilishyapti. Mana shu yomon narsa. Nimaga bizni tanlaganmiz Timurni? Mana shuncha blogerlar bilan ishlaganmiz. Mana Timur bilan o'tgan yil годовой kontrakt qilingan. Chunki ценности позволять qilmagan-da bu narsaga. И yetib bergan. Konkurentingiz chiqyapti. Nima deydi-da? То есть kontrakt bo'yicha, qadriyati bo'yicha konkret ishlayapti. Mana sizda ham. Siz bilan годовой kontraktimiz. Sizda ham xuddi shu. То есть filtrlanish kerak. Har bitta informatsiya filtrlanib, nastroykani nima qilmaysiz ayting. Vashcha qilmayman chiqadi, nastroykalar juda ko'p chiqadi. Birinchidan bizdagi mana shu yangi qurilayotgan uylar sifati bo'yicha ko'p savollar bor ularga. Endi hammasini nimaga bitta yomonlamoqchi emasman, lekin o'zimda bo'lgan holat, shu uy oldim. Aytilgan sanasidan 2 yil o'tdi, mana hali ham gaz yo'q. Parkovkalarni gapirmasa ham bo'ladi. Ya'ni meni reklamamdan, mana uy olgandan keyin endi baribir
iltimos arzonroq qiling deb gaplashiladi, mayli reklama qilib bering degandi. Bitta post qo'yganimdan keyin kimdir shu uyni olgan. Mana Umid opti, ishonarli. Mana hozir 2 yil o'tdi, topshirilish sanasidan 2 yil kechroq ya'ni. Uy hali topshirib, ya'ni yashab bo'lmayapti u yerda. Va ana o'sha olgan odam menga yozyapti, o'sha sizga ishonib olgandim. Pullarimni, endi uyimni sotib olgandim. Umid aka vijdonlari qiynaladi endi. Arendaga yashadim. Shuncha endi o'ylab ko'ring, 2 yil arendada yashash. Shu uchun yangi hozir qurilayotgan uylar iltimos mana reklama beraman deb chiqmanglar menga, chunki men reklama qilmayman. Baribir garantiya bera olmaysizlar hech qaysilaring. Men hozir nimasini oldiga, rahbarning oldiga bordim, mana pandemiya bo'ldi, unaqa bo'ldi. Ular qanaqa ishlaydi? Shu odamlar sotib olgan pulidan quradi-da. Shu uchun reklama qilmayapman. Ya'ni bu degani endi hamma shu reklama qilmasin degani emas, chunki baribir o'ylash kerak-da. Endi sal mana hozir reklama qilaman, mana shunaqa bo'lib qolsa, to'g'ri hech kim hech qanaqa men reklamam uchun javobgar emasman deyishim mumkin. Lekin baribir menda ham mana shu reklamachilarga bo'lgan filtr, ya'ni men shu aytgan filtrimiz hamma joyda ishlashi kerak. Xalqda ham ishlashi kerak. Uni ishlashi uchun biz ham harakat qilishimiz kerak. Blogerlarda ham ishlashi kerak. Ya'ni bloger emas, content creatorlarda. Ular ham qilayotgan kontentini salgina filtrlab, olayotgan reklamasini ya'ni salgina filtrlash kerak va reklamachilar ham ular tomonidan filtrlash kerak. Ya'ni podpischiki bor ekan, layklari bor ekan deb hammasidan reklama olish kerak emas. Hozir men aytgan gapim chala qoldi. Shuni bir kichkina bir nima sifatida, bir o'zimni hissam sifatida o'ziga xos shu community ustida ishlayapman. Anchadan beri ishlayapman. Sizga ham aytdim, sizni ham chaqirish niyat bor, Timur ham biladi. Va mana shu community orasida shu kodeksga o'xshagan narsa, ya'ni mana endi to'g'ri qilma degan narsa emas, shunchaki mana shunday qilish yaxshi emas deb o'rgatadigan bir shu o'zbekchada community nima, mahallaga o'xshagan narsa. Shu media mahalla nomi, media mahalla qilish niyati bor. Va mana shu hozir aytayotgan muammolarni salgina ichkaridan kelinglar, yaxshiroq kontent qilaylik. Kelinglar. Mana reklama pul berar ekan deb hamma narsani reklama qilmaylik, iltimos. Kelinglar, xalq mana to'g'ri xalq yeb ketaveradi deb bir tomondan tursa bo'ladi. Lekin ikkinchi tomondan xalqqa beraylik nimadir. To'g'ri, xalq bir tomondan korrupsionerlar tomonidan ezilib bo'lgan. Endi hozir ezilib bo'lgan juda bir nima so'z. Ikkinchi tomon monopoliya tomonidan ezilib bo'lgan, hukumat tomonidan ezilib bo'lgan. Endi xalq o'zi bir tomondan blogerlar sifatida xalqni yana battar qiynamaslik uchun harakat qilsa bo'ladi. Bu yeb ketar ekan, pul topsam bo'ldi ekan degan bu yaxshi, to'g'ri, hamma tushunamiz. Pul tirikchilik qilish kerak, unaqa qilish kerak mana. Lekin baribir shu ozgina hammamizga yetishmaydigan narsa mas'uliyat. Даже o'sha xalq orasida ham shu mas'uliyat bilan kontent tomosha qiling, vaqtim ketyapti-yu, sal. Sen mana kontent qilib 1 soat video olasiz. Boshqalar ham shu 1 soat 2 soat oladi, keyin xalq uni ko'rib layklab bosadi. U video 2 soat umriga arzimaydigan video bo'lishi mumkin-da. Va mana boshida siz yaxshi savol berdingiz, siz uchun saviyasiz kontent nima? Men o'ylab qarasam, saviyasiz kontent va saviyali kontent orasidagi farq shu video ostida qoldirilgan rahmatlar soniga. Ya'ni rahmat deydi-yu, kimdir ko'radi-yu, rahmat. Mana shu rahmatlar qancha ko'p bo'lsa, sizlarda ko'p ko'raman. Rahmat, zo'r bo'libdi. O'zim uchun juda ko'p narsa oldim. Rahmat. Shu songa qarab saviyaligi bilinadi. Saviyasida turqinga sani, ijodingizga gap yo'q, basharangizga bir narsa, san chiqqaningdan chiqmaganing yaxshi edi. Kommentda birinchiman. Endi u bo'ladi. Mana shu rahmatlar sonini ko'paytirishga harakat qilsa, hamma, endi baribir hamma uchun javob bera olmaymiz. Hammani to'g'ri biz da'vat qilishimiz mumkin, lekin mana shu rahmatlar sonini ko'paytirish kerak, menimcha. O'zi nimadir gapirmoqchiman. Gapingiz. O'zi ijodkor odamga to'g'risini aytganda ijod qilgani qiziqroq-da, reklama qilgandan ko'ra. To'g'ri, reklamaga ideya o'ylab, u keyin o'sha siz aytgandek parod qiladimi, qilmaydimi, o'zini aytgan beshaniyasini qiladimi, qilmaydi. Balki xohlaymizmi, xohlamaymizmi? Misol uchun bir oyda tam 20 ta reklamada aytilib chiqsa, har bittasini o'zingiz probovat qilib tekshirib chiqishingiz nereal edi? Vaqtingiz yetmaydi, umringiz yetmaydi u narsaga. Misol uchun qanaqadir
o'zingiz eplaganingizcha tekshirib, u yog'iga просто довериться qilasizda. To'g'ri. Endi to'g'ri, filtrdan o'tgandan keyin опять-таки stavka, balobat, odamlarga ziyoni tergan anaqa reklama haqida gap ketmayapti hozir. Shu filtrdan o'tgandan keyin ham uni tekshirib anaqa qilishingizga vaqt yetmaydi-da. O'zi aslida ijodkor odamga nima ijod qilgani qiziq, lekin faqat ijod qilsa, опять-таки YouTube haqida gapiryapman. Ya'ni ijod qilsa, hammasi baribir borib pulga taqaladi-da. To'g'ri. Agar pul bo'lmasa ijod bo'lmaydi, xohlasa ham xohlamasa ham. O'sha aytayman, agar shunaqa krupniy qanaqadir media agentstvalar bo'lmaganda, hozir subyektiv ham boshqa sifatli kontentlar ham bo'lmasdi. Nimaga? Chunki odamlarimiz tupi o'sha sifatli kontentni dostoyna nima desa bo'ladi? Qo'llab-quvvatlashni bilishmaydi. Как раз mana shu payt aytmoqchi edim. Mana donatlar hammamizda bo'lgan, donat knopkasi qo'yiladi. Mana YouTube'da ko'p ssilkalar mana agar kimdir bizni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsa, bosinglar. Men esimda hali men Telegramda qo'yuvdim. Agar kimdir qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsa, mana ssilka PayPal qo'ygandim. Boshlanganda o'sha auditoriyani o'zi bosdi. San pul so'rayapsan menda, minnat qilyapsanmi qilayotgan ishingni? Yoki agar 1000 so'm tashab qo'ysa, bo'ldi, men pul to'lab qo'ydim senga. Xuddi bir sadaqa berganday munosabatda bo'ladi-da, lekin men aytaylik, uzoq bormaymiz. Mana Qozog'istonda, Rossiyada bu normal holat. Ya'ni siz sevgan ijodkoringizni nimadir yo'l orqali qo'llab-quvvatlash. Mana futbolkalar chiqardik. Voy, buni narxi falon ekan. Men fabrika emasman. Men buni chiqarganim bu fashion uchun emas. Shu qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lgan insonlar qo'llab-quvvatlashi uchun. Mana subyektivan Timur bilan ham qilyapmiz. Men bilaman, odamlar yozadi. Voy, sen endi biznesga o'tib ketibsan. Ha, xo'p, donatni ochsam, gapirsangizlar. Mana reklama qilsam, gapirsangizlar. Futbolka chiqarsam, gapirsangizlar. Keyin xohlaysizmi yo'qmi? Ko'pchilikni bilaman, ijoddan bezib ketadi. Tvorческий krizis bo'ladi. Tvorческий krizis, voy, odamlar shuncha qilyapti. Endi to'g'ri, endi minnat qilmoqchi emasman, lekin baribir xohlaysizmi yo'qmi, odamda, ijodkor odamda shu miyasiga keladi. Yig'ishtirsammikan? Biznes bilan shug'ullanaman, nima qilaman, odamlarni shuncha men qilaman, harakat qilaman, keyin yana negativni olishga. Bu endi hozir nolish emas, baribir hayotimiz yomon demoqchi emasman, lekin baribir bermoqchimiz sizlarga. Ijodkor odam rostdan ham ijod bilan shug'ullanishi kerak. Reklama bilan reklama agentligi shug'ullanadi, o'zi filtrlaydi, beradi. Ijodkor shu ijoddan to'xtamaslik kerak. Mana Trolluz ham bitta misol, Trolluz eng zo'r bo'lgan davri, ya'ni mana shu birdaniga ko'tarilgan davr. Men Italiyada bo'lganimda, stipendiyam bo'lganida, hayotim zo'r bo'lganda, hech qanaqa muammo yo'q, finansiviy hech nima boshimni og'ritgani yo'q. O'zbekistonda bo'lganimda kontrakt to'lashim kerak, ishlashim kerak, uyga pul olib kelishim kerak. Eng ko'tarilgan payti Italiyaga to'g'ri kelib qolgan. Buni ham mantiqqa o'ylasam, stipendiya kelyapti, stipendiya yutganman o'sha payt, grant yutganman. 1000 yevro atrofida stipendiya bor, sayohat qilish imkoniyati bor. Ijod uchun ideal sharoit. Mana ijodkor mana shunday sharoitda yashash kerak. U pul haqida o'ylasa, mana bu kelayotgan negativlarni qarab, uni mana qarayman, menda Jamshidxonda so'z qolmadi. Sele bo'ladi negativ. Oqarib ketdi. Endi Timurlarda siz endi negativ bilan ko'p o'qimasangiz kerak. Timur ham yaqin orada bizning safimizga qo'shilsa kerak. Yo'qroq. Dunyoni blogerlari bilan ko'rishganman-da. O'zim misol juda ko'p blogerlar bilan ko'rishgandim, boshqa millat vakillari bilan shu imенно negativ va munosabat haqida gaplashganimizda bilganman, что negativlarni потреблениесі bo'yicha men nomer 1 o'sha blogerlarni oldida. Bizda haqiqatan ham boshqalarga nisbatan afsuski aksariyat insonlar tomonidan negativ kuchli ko'p, juda kuchli bo'ladi va O'zbekistonda hattoki kayfiyat berish va insonlarga qanaqadir zavq ulashish o'zi ham bitta og'ir mashaqqat hisoblanadi. O'sha negativ va kommentarsa bo'lmaydimi? Bo'ladi. Nima qilish kerak? Men tarbiyaliman. Men juda radikalniy ish qilganman. O'sha narsani orqasidan hozir juda ham kuchli yaxshigina filtrlangan mana anaqa. Men shunday yoppasiga istoriyamga qo'yaman, repost qilib, o'sha yozgan odam, misol palonchini palonchi qili yoki palonchi sen mana bunaqa ekansan deb yozsa, rahmat katta. Rahmat deb qo'yadi. Men misol onamdan so'ksa ham men rahmat degan paytlarim bo'lgandi. Rahmat, aka, yaxshimisiz? O'zi charchamayapsizmi? Juda chiroyli, akkurat nimalar bilan qaytaraman deb. Voy, akajon, to'g'risi men javob berasiz deb o'ylamagan ekanman. Men sizga o'z asli muxlisingizman, prosta e'tiboringizni jalb qilish uchun qildimda deb. Anaqa qilib 200lamachilik deb. Logika. 200lamachilik deb, tushunasizmi? Mantiq qilyapsiz.
ikkiyuzlamachilik 3 narsani katta qilib qo'yaman-da. Menga realni yaxshi kommentlar keladi ekan direktimga. Akajon rahmat kattakon ko'zimizni ochdingiz. Men to'g'risi tashqaridan bunaqa xunuk ko'rinishini bilmagan ekanman. Boshqa men hech qachon odamlarga unaqa qilmadim. O'shaning uchun ham men kontentimni kommentlarini yaxshigina anaqa qilganman. Men va anaqalarni eng yomon kommentariyalarni postimga yozilgan kommentariyalarni yo prikrepit qilib qo'yaman, yo albatta chiroyli, akkuratniy fakt bilan berilgan javob bilan yozib qo'yaman, yo o'zi o'chirib yuboradi, yo o'sha yerda qoladi, odam уже o'ylanadi. To'xta, men hozir nimadir qilsam, hozir yomon bo'ladi deydi-da, keyingi safar yozmaydi. Lekin побочный effekti ham bor. Buni побочный effekti qanaqa? Men misol so'kib javob bergan anaqaga javob beradi deb o'ylaydi-da odamlar. Bu faqat so'ksa javob berar ekan deydi. Ketdikin, farosatingiz, bir bola mana bunaqa seni e'tiboringni yanada ko'proq jalb qilish uchun prosta sen javob berishing uchungina ham so'kib javob berish boshlashadi. Mana shunaqa tomoni ham bor, lekin men negativlarimni aynan shu tomonlama o'zimga filtr qilib olganman. Men to'g'risi qo'yib qolganman. O'sha etudimiz sizga TikTok ochganmiz bolalar bilan Azizbek Umaraliyev tam to'ysi. Polniy zo'qotdi-da. Men bolaga aytganman, Timur. Assalomu alaykum. Shunaqa. Men marketing to'g'risida gapiramiz, SMM to'g'risida gapiramiz, обучающий, education content qilamiz. Nima deyapman-da? Qanaqa TikTokda polniy zo'qotdi. To'xta deganman. O'chir deganman. Bunaqa men to'g'risi bu narsani hazm qila olmadim. Timur bilan keyin gaplashdim. Oki bu normal holat. Timur men hammasiga onadan so'kotdim, nomerini ber, ani Kadirov qiladi. Don gdeti deb. Kadirov ham tushunaman-da. Chunki so'kotdimmi, отвечать надо за слова deyman. Hazm qila olmadim. To'g'risi. Keyin Space Academy ochib, keyin Timur videosini qo'ydik. Hamma negativ menga. Hamma negativ Timurda, real. Keyin orasiga biz o'zimiz anaqa qilamiz. No, men anaqa bo'lib berman. Nimaga bunaqa? Qarang, men sizga bitta boyagi aytgan gapimdan tushuntiraman-da. Buni narsani Jamshidxon akamga ham aytganman. Xullas, mana stroykada yoki qurilishda yoki qayerdadir kimdir qo'lida ishlaydi. O'zini haq huquqini uncha yaxshi bilmaydigan bitta o'zbek modeli, bitta odam. 2,5 million oylik. Eshitilishidan katta summa. Go'sht 100 mingmi, laxm qancha? Bitta bozorlik qilib chiqish hozir kamida men uyga misol uchun 600 ming lira ro'zg'or qilaman. Chunki menda oilam katta. Shunaqa oilalar qancha? Bitta oila sredniy 4 kishi bo'ladi. To'g'rimi? Yeb ichishingiz bor. Transportingizni o'ziga yarim oyligingiz ketib qoladi. Ishxonada ovqatlanishingiz bormi? Uchmuch yashayotgan inson. Instagramga kiryapti Alixonov Timur Maldivda. Jamshidxon aka kiryapti, Jamshidxon aka qimmat do'kon reklama Istanbulda rolik olib yuribdilar. Umid G'afurov yangi mashinasini reklama qilyapti. Nima bo'ladi odamda? Farosatingga sallana deydi-da, salla nima bunaqa zo'r yashayapsizlar deydi. Nima uchun men kerak deydi-da. Men bitta bo'lib prosta takka hayoti zo'r bo'lib yotibdi deydi. U mislit qilmaydi u. Unda unaqa keng fikrlash doirasi yo'q u odamda. Tushunyapsizmi? O'zini faqatgina imkoniyatidan kelib chiqib fikrlaydi. Почему у них есть, а у меня нету deydi. Ketdi avtomatik keyin Alixonov Timurga beradi, subyektivga yozadi, Trouzga yozadi. Siz chiqib kelasiz yana orqasidan. Aql o'rgatib. Sen kimsan? Yig'ishtir buni deydi. Bitta akamizga $3000 qanaqa topish mumkin deb chiqarganlarda, realniy, tam SMMda $3000 qanaqa topsa bo'ladi? $500 например, 5-6 ta proyekt bo'lsa normal. $3000 topishni bilargansa sizib o'tirgan deb yozyapti-da. Katta 45-50 yoshli akamiz kommentariyalarda polniy zo'qishda. Agar bularda bunaqa bo'lsa, men shu TikTokda chiqmay qo'ya deganman-da. Shunchalik. Xo'p, bu narsa endi xato, okey. Bizda anaqa yo'q, informatsiya berilyapti. Prosta noto'g'ri joylashuvda. Endi tanqidlar bo'yicha negativ, okey, bu normal holat. Ko'plar bu yerda tanqidlar ustida ishlagan. Menda opit bor. Qanaqa tanqidlar bo'lgan? Eng piko anaqasi. Tanqid bizga nisbatan chunki tanqid menga ham bo'lganda. Anaqa bo'yicha. Subyektiv anaqasi bo'yicha siz bolalar aytishuvdiki, yoptirib yuboraman Space Academy'ni deb tanqid bo'lgan ekan biz tarafga. Hamma kasaklarni aziz bilaman, yoptirib yuboraman. Tek tugi bilan yoptirib yuboraman degan tanqidlar bo'lgan. Bu endi menimcha tanqid deyilmasa kerak. Yo'q, tanqid ugroza, tipa shu mana o'tishi kerak ugroza, tahdid. Mayli, men hozir tanqidchi sifatida gapiradigan bo'lsam, o'zimga o'zim dushman orttiradigan odatim bor.
просто на ровном месте o'tiramanda nima qilsam ekan man bu man Shu duxlarga qo'yib qolaman. Shu orqalarida kimdir turadimi deb o'ylab qolaman. Menga ham shunaqa aytishadi. Menga ham shunaqa deyishadi. Umid aka nima bu orqasida kimdir bor, bo'lmasa allaqachon kirib ketgan bo'ladi. O'z kirib chiqadi. Hech kim bilmaydi. Bывший sektor. Yo'q, lekin bunaqa savol ham bor. Demak, tanqid endi o'zim xohlamay shu nimaga kirib qoldim. Shu Trollus kontent sifati tanqidga nima deydi, tanqidga o'tib ketgan. To'g'ri, kurga aralash harakat qilaman, baribir ba'zi payt shu yo'q pastaga mana buni qaranglar ahvolini. O'zi yaqinda qo'yganim nima, ichki ishlar xodimi bolalar bilan gapiryapti, men uni gapiryapman, qoringa qara, unaqa. Masalan, bir tomondan qaraysiz, agar siz ichki ishlar xodimi bo'lsangiz, masalan, bitta bloger chiqib olib gapiryapti. Mani hamkasbimni qornini, masalanda, endi men qorni haqida nima qilmadim, просто formasiga to'g'ri kelmayapti, qorni sig'mayapti dedim-da, jahlim chiqdi, chunki bolalar bilan juda qo'pol gaplashayotgandi o'sha odam. Keyin xohlaysizmi yo'qmi, kimdadir juda nima deydi, obro'siga putur yetdi deb o'ylaydi-da, juda o'ziga oladiganlar ko'p bizda juda ko'p. Hattoki mana subyektivdan videosidan keyin hali u odam haqida gapirilmadi, lekin juda o'ziga oldi. Buxoroda bu zo'r nimasi bor buni, frazasi tojikcha devori namkash, ya'ni o'ziga tortdi. U haqida gap ketmayapti, o'ziga tortib, videolar chiqarib, sразу Kunnozning ofisiga borib, "Mana bunaqa deb unaqa bo'lishi ham kerak emas birinchidan. San haqida gapirilmayapti. Yoki shunday chiqadi, xafa bo'ladi o'zi, juda xafa bo'ladi. Tag to get bormaydi. Qo'yilgan post nima uchun qo'yilyapti o'zi? Deydi, bu zakaz deydi. Menda ko'p bo'ladi. Zakazga ishlayapsan. Yaqinda menda bo'ldi, video oldik Timur bilan. Mashinalarni solishtirishda bittasi yozibdi. Bildik, siz mana bu brenddan oyiga $10,000 olarkansiz GMga qarshi videolar qilish uchun, deyapti. Qani o'sha pullar? Cho'taman ko'rmayman. Если бы были бы. Qani oyiga $10,000 hazilakam pul emas. Yo'q, ya'ni bu birinchi muammo, ikkinchi muammo ko'p kishi o'ylaydiki, agar men yoki mana Jamshidxon yoki Timur yoki boshqa odam nimadir deb chiqsa, demak, просто takka gapirmayapti bu. Nimadir interesi bor. Nimadir просто tak haqiqat haqida gapirish mumkin emas O'zbekistonda. Aytayapman. Odamlar mana nima uchun yozyapsan buni deydi-da. Endi masalan suhbatlar bo'lgan. Nima uchun yozding? Qanaqa nima uchun? Korrupsiya-ku bu. Senga nima uchun kerak bu deyapti-da. Savol. Masalan, xodim, organ xodimi nima uchun korrupsiya haqida yozyapsan deydi. В смысле? Korrupsiya bu maktabdagi korrupsiya, senga nima aloqasi bor deyapti. Saviyani qarang, savol berishni qarang-da endi. Ya'ni bizda odamlarda ham bor, senga o'zi bu nima kerak degan. Keyin shundan kelib chiqib, mana bu siz aytgan tahdidlar keladi. Ты что такой умный, что ли? Sen nima aqllimisan? Yoptirib yuboraman. Keyin odamlar o'zida mana bu sразу yana nima chiqadi, odamlar o'zi orqasida kimdir bor, значит. Просто takka haqiqat haqida gapirmasligi kerak. Keyin mana bu tahdidlar bo'ladi. Tahdid yoki tanqid biza tomonga kelishning eng asosiy kontratakasi siz o'zingizga o'zingiz ishonishingiz. Ya'ni siz tuhmat qilmadingiz kimdir haqida. Faktlar bilan gapirish kerak. Bu degani bo'ldi, hamma narsani gapirsam bo'ldi ekan emas, to'g'ri, faktlar bilan gapirish kerak. Qonunni sal-pal bilish kerak. Birovga tuhmat qilmaslik kerak. Birovni shaxsini haqoratlamaslik kerak, ya'ni shaxsiyatga o'tib ketmaslik kerak. Ming siz g'azabli bo'lgan bo'lsangiz ham, ming nima bo'lsangiz ham baribir salgina shu qonun doirasida harakatlanish kerak. Lekin baribir men ko'pchilik bizdan juda katta xato, ko'pchilik izohlarda obyektivlikni so'raydi. Mana shu payt subyektivni men yorqin misol qilmoqchiman. Subyektiv bo'ladi, baribir xohlaysizlarmi yo'qmi blogerlar, u subyektivligi uchun auditoriya yig'adi. U obyektiv bo'lsa jurnalist bo'lib qoladi. Siz subyektiv bo'ling, ikki tomonlarni yoriting. Yo'q, men siz obyektiv bo'ling deydi. Men bloger по сути obyektiv bo'la olmaydi. U subyektiv. Shu subyektiv bo'lgani uchun odamlar shunga, "Voy, men bu mamlaqa ekan, men bu fikrlarim mamlaqa ekan" deb ergashadi.
Lekin to'g'ri, men odamlarga ko'pchilikka yoqmaydi. Boshida qo'rqardim. Mana eng yomon vaziyatlarim shunaqa. Post chiqaraman-da o'tiraman, keyin telefonni qo'yaman-da. Telefon bor. Aka bo'ldi o'chiryapman, aka. Mana shu juda yomon. Ya'ni qo'ng'iroqni o'zi emas, mana shu qo'ng'iroqni kutish yomon. Keyin to'g'ri, boshida yeb qo'ygan joylarim bo'lgan, kimdir shaxsiyatga o'tganman. Kim telefon bo'lgan bo'lsa ham tushuntiriladi. Umid, mana bu joyda xato qildingiz. Biz ham bu tashkilotdanmiz, mana vazirlikdanmiz. Mana bu joyni shaxsiyatiga o'tyapsiz. Aytaylik vazirni, endi vazir shaxsiyatiga o'tgani esimda yo'q. No kimdir bo'lgan mana shunaqa. Shaxsiyatga o'tib ketganman. Shaxsiy ishiga aralashganman. To'g'ri, yeb qo'ygan joylarim bo'lgan, o'chirganman masalan. Lekin mana ko'p bo'lgan qaytar holatni yoritdim, telefon bo'lyapti, o'chir. Yo'q, o'chirmayman. Nima uchun o'chirmaysan? Men birorta yomon ish qilmadim. Masalan, men to'g'ri satira orqali nimadir ko'rsatdim. Qaysidir ma'noni ko'rsatdim, qaysidir muammoni ko'rsatdim. Qanaqadir video olgan bo'lsam, u yerda hech qanaqa g'ayriqonuniy narsa yo'q. Shunday desangiz, ular deydi. Boshida ular o'ylashadiki, telefon qilgani o'zi yetadi deb o'ylashadi. Davleniya bilan xalq. Keyin qarashsa, cho'ta men u telefon qilganiga javoban yo'q, men o'chirmayman deyapman. Keyin ular ham в смысле? Почему? Это же должно работать. Nima uchun qo'rqmayapsan sen deyapti-da. Shu uchun eng kuchli antidot yoki shu kontrataka shu o'zingizga ishonishingiz va so'zlaringiz o'zingizga qarshi ishlatilishini oldini olish. Ya'ni nima aytilgan so'zlaringiz qonun doirasida bo'lishi kerak. Даже subyektivda ham. Aniq bilaman, ssenariy yozilganda necha marta nima bo'ladi? Tekshiriladi. Balki yuristlar bilan menda ham yurist bilan maslahatlashaman. Ba'zi postlarim uchun salgina nozikroq temalar bo'ladi-yu. Masalan, yuristlar bor, tanishlarim, men yuboraman, men bu nima deb o'ylaysan? Men bu joyni olib tashlab, men shu joydan yeb qo'yishing mumkin deydi. Chunki bu joyi seni nozik joying. Krючок bo'lib qolishi. Lekin endi baribir hozir shunday deyapmiz-ku, lekin baribir O'zbekistonda любой temaga topishadi. Xohlasa topishadi, lekin shu povod bermaslik ham kerak. Endi men hozir hamma qo'rqitmoqchi emasman. Endi baribir menda shunday bo'lib qoldi. Tanqidiy muammolarni olib chiqadigan blogerlarda bu narsa tanqidiy bo'lib qolganim uchun, lekin mana juda tanqidiy bo'lmagan subyektivda ham aniq bilaman bo'lgan bu holatlar, telefonlar yaqinda bum bo'ldi. Unday qilma, o'chir videoni, unday qil. Keyin Timurda ham bo'lgan, lekin muammolarni chiqaradigan jabol emas, aytaylik. Lekin baribir bo'lgandir. Конечно, men o'zimni tahdidlarim haqida gapiradigan bo'lsam, menga asosan tahdidlaringiz. Menga asosan show biznes tomonidan tahdid ko'p bo'ladi. Men chunki misol men shaxsiyatga o'tmayman, lekin menda kesatiq ko'p. Men misol qilayotgan любой yumorimda, любой mana anaqa даже o'sha yumoristik kontentimda посыл bor. Men misol просто tak odamlar kayfiyati uchun qilmayman bu narsani. Albatta qanaqadir ijtimoiy masalalarni ko'taraman. Xalq o'rtasidagi ota-ona yo o'g'il bilan farzand, misol o'g'il bilan ota o'rtasidagi yoki biron bir aktual bo'lgan muammoga albatta tiqim beraman. Misol hali hanuzgacha bo'ladi. Men birinchi marta eshitdim. Adabiy so'z. Yechim berishni eshitgan edim. Tiqim berish. Yangi fraza. Shunaqa futbolga yozishga tiqim berdim. Yo, bor bu narsa. Eshitgansizlar. Filologlar ko'rib o'tirgan bo'lsa, men chiqdi xolos tushunsiz. O'zbek imlo lug'ati tiqim berish. Xullas, keyin misl poтерял. Mani ko'p anaqalarga chaqirishadi, misol sud bo'lganda uni bir necha marta sudlar bo'lgan, shtraflar to'lagan paytlarim bo'lgan. Menda ham o'sha siz aytayotganingizdek yaxshigina yeb qo'ygan paytlarim bo'lgan. No, albatta har bitta narsa tajriba bilan. Menda ham tajriba ortib borgani sari juda ham gрамотно ishlashni boshladim. Mana har bitta gaplarimni albatta qog'ozga o'rab, juda ham chiroyli tochishni urishni boshladim. Shundan keyin asta-sekinlik bilan tahdid qilingan taqdirda ham asossiz tahdid bo'lgani uchun men baribir ham o'zimni uverenda davom. Menda ham oldin juda qo'rquv bo'lardi. Misol kimdir sal nimadir o'tkazsa bo'ldi o'chirib tashlardim. Yo'q, hozir unaqa narsa yo'q. Hozir o'chirmayman, tegmayman. Mana oxirgi juda katta bo'lgan muammolardan bu Sirdaryo viloyati Baxt tumaniga yetmasdan bitta qishloqdagi maktabni yoritib chiqqanmiz-da. Maktabni yoritib chiqib, o'sha yerdagi muammo xaroba-da-yu maktab xullas. Men azikamdan keyin misol agar biznesmen tanishlaringiz bo'lsa, vложить qiling, pul bering menga deb o'zimni hamma biznesmen tanishlarimga yaqin insonlarga telefon qilib beringlar deb men o'zimni подписчиklarimdan ham donat yiqqanman. Men короче hamma pulni katta byudjet yig'ib, o'sha yerga olib maktabni короче o'zim remont qilib bermoqchi bo'lganman-da. То есть ular
5 marta televideniye kelgan, 3 marta hokimiyatgami nimadir zayavka berishgan, 2 marta pocheshение bilan kelishgan anaqa Toshkentdan. Короче, o'zgarish bo'lmaganda uzoq yillar mobaynida. Чтоб ты понимал, u maktab прям shu unda o'tiribdi-da anaqasi. Men uni ko'ryapman, 500 ta o'quvchi o'qiydi o'tdi. Men o'zim короче bo'ldi, inisiativani qo'lga olaman, boraman, tap biznesmenlardan oldim, mana qildim. Ikkiga u butun Sirdaryo viloyatida короче u juda katta anaqa bo'lib ketgan. Hype bo'lib ketib qolgan, короче hokimiyatlardan telefon qilgan birinchi ugroza bilan boshlangan. Короче o'chirib tasha, nima qolsan, u undan keyin sekin уже chiroyli muomala bilan anaqa qilish. Keyin chaqirishgan meni. Ugolovniklar. Undan keyin meni hokimiyatdagilar chaqirishgan. Sekin akkuratni bo'lib уже cho'ng'otdi, что men bilan protiv ketish o'zligiga minus. Ikkiga chaqirishdi, bordim, gaplashdim. O'tda o'sha yerda hokim o'rinbosari, o'sha yerdagi tanishlar, hamma o'sha yerdagi insonlar bilan yaxshi bo'lib oldimda. Keyin tushuntirishdi menga, tipi, "Aka, men bunaqa aytaman, aka, siz menga tushuntirmang deyapman. Menga bu вообще uchun men tushuntirish uchun kelmadim. O'sha sizlarning последствияларning oqibati menman deyapman. Возможно. Men o'sha последствия sifatida men kelgandirman deyapman. Xatoni to'g'rilaylik bo'ldi deyapman. 2 kunning ichida linoleum, полностью albaster, o'sha hamma narsa, parket, yangi eshiklar chiroyli bo'lib, hozir o'sha maktab obod mahalla dasturiga tushgan, hozir eng chiroyli maktablardan bittasi bo'lgan. Men o'zimni hayotimga yaxshigina misol tahdidlar olgan taqdirimda ham, lekin men manfaatli inson bo'ldim. Va shuning uchun bu narsa menga yana bitta уверенность bergan, что men hozir menga hayotimga ham minusga ishlasa, lekin men prav bo'lgan joyda oxirigacha borishga o'rganganman. Уже men hech nimadan qo'rqmayman, chunki bitta effektni olganingizdan keyin, uni rohatini sezganingizdan keyin o'zingizni orqaga torta olmas ekansiz. Mana shunaqa. Men o'sha rasmni qo'yib ketamiz sanaqaga. Men ko'rganman. Do poslisi bormi? Bu anaqa yo'q, polyoda. Polyo. Bolalar o'tiribdi, praktiski yerda o'tiribdi. Yer yo'q. Yo'q. Linoleumni qo'yib, keyin mana hokim anaqa bo'ldi desam, voy, zo'r-u. Как это bunaqa tez qilindi dom. Jamshid aka sizga ham yaqinda bo'ldi bu narsa. Menga ham даже telefon qilishdi, yuristlar bilan nimadirlar olib tasha videoni deb. Info qalloblar bo'yicha. Yuristlar bilan kelishdi, tam bizni odamlarga o'rgatmoqchimiz, qanaqa qilib pulini saqlab, to'g'ri informatsiya olishga. Obratkasi mana shunaqa kelyapti. Sizda qanaqa tahdidlar haqida gapirishimdan oldin ikki og'iz foydalanuvchilarga mesej bermoqchiman. Ya'ni mana boya Umid aka aytganlaridek muammolar ko'p olib chiqadilar-yu. Kommentariyasida ko'p o'qiyman-da. Umid seni ham yaqinda surgun qilishadi, yaqinda yo'q ketasan, subyektivga ham qanaqadir muammolarni olib chiqamiz-da. Yaqinda subyektiv o'zi ham left bo'lib qoladi. O'zbekiston kirib ketasizlar qamoqqa, o'lib ketasizlar, nimadir bo'lib ketasiz. Mana shunaqa foydalanuvchilarning o'zi tarafidan yoziladi bu narsalar. Men ularning mantig'ini umuman tushunmayman-da. To'xta, sen O'zbekistonda yashaysanmi? Bu muammolarni olib chiqishga bizni, misol uchun, o'sha sabratsiya qilib, duximizni yig'ib shu muammoni olib chiqyapmizmi? Hamma birlashib shu muammoni nabarot forsit qilishimiz kerak emasmi? Ya'ni foydalanuvchilar tarafdan ham mana voy sen yaqinda anaqa yo'q ketasan deyish qanchalik normalniy narsa. Gnabit qiladi. Shundan keyin o'ylaysiz-da, Umid aka, hozir to'xta deysan. Men bundan ham kattaroq muammo olib chiqsam, agar menda muammo bo'lsa, menga bu foydalanuvchilar zastupitsa qilmaydi. Mana misol uchun aytaylik, Rossiyada Ivan Galunov yaxshi bo'laydi deydi, tamom. Prosta bo'ldi. Misol uchun Ivan Galunov anaqa bo'lgan voqea o'tgan yil, undan oldingi yil. Misol uchun jurnalistga tashab qo'yishgan narkotik, o'sha tashab qo'yib qamab yubormoqchi bo'lishgan, butun Rossiya, butun hamma aktivniy blogerlar bo'ladimi, influencer hammasi uni поддержка qilishdi. Мы Ivan Galunov, короче, полный hamma поддержка qilgani uchun endi bu единичный случайda o'shani olib chiqib olishdi qamoqdan-da. Ya'ni men bilaman, O'zbekistonda agar men shunaqa muammoga duch keladigan bo'lsa, men o'zimga o'zimman-da. Ya'ni bu narsani his qilib kontent qilish bu mazza narsa emas, do'stlar. O'shaning uchun хотя бы aqal sizlardan ozgina поддержка kutamiz-da, qo'llab-quvvatlash kutamiz. Sizlar qo'llab-quvvatlasanglar, shu o'zgarishlar bo'lish imkoniyati ko'payadi. Sizlar bunaqa kommentariyaga bunaqa yozib turganingizda biz qanaqa keyingi muammoni olib chiqish haqida o'ylashimiz mumkin. Shunaqa mesej aytib qo'ymoqchiman. Tahdidlar haqida gapiradigan bo'lsam, tahdidlar aynan shunaqa qanaqadir konfliktli narsalarni olib chiqqanimizda ko'proq bo'ladi. Infolutbozdan keyin ayniqsa, endi bu tahdid deyish sal qiyinroq, chunki baribir bizani fonimizda Kunuz turibdi, katta informatsion agentство.
qo'rqishadi tahdid qilishga. Jurnalistga tahdid qilish o'zi anaqa nima desa bo'ladi. Bilishadi, shu последствиялari, oqibatlari yomon bo'lishini ko'pchilik biladi. Tahdid emas, bu ko'proq bosim qilishga harakat qilishadi. Kelib infolotibozlardan keyin ham o'sha ko'rsatuvda chiqmagan odamlar kelib olishib, polniy ofisga o'tdi, yana ishga barobar. Biz u paytda ko'rsatuvni chiqarib, ertasi kuni Turkiyaga, Istanbulga uchib ketganmiz, so'raganmiz. Как назло bor. Qanaqa bo'lib yotibdi, bu yerdan telefon, nimadir zoom qilish kerak, nimadir qilish kerak, ofisga kimlardir kelgan, nimadir. Yaxshi ham shu paytda ketgan ekanmiz deb qoldim. Sezgan bo'lsanglar, anaqani ham YouTube'da sarlavhalarni o'zgartirganmiz, nimadir tasavvur qilinglar, bu hali prosta oddiy biznesmenlar haqida, endi biznesmen deylik. Ko'pchilik aytdi-yu, biznesmen haqida. Agar tasavvur qilinglar, Jamshidxon birorta amaldor haqida chiqarganida nima bo'lardi? Tamom, shu Istanbul emas, Marsga qarab qaytib kelmaydigan bo'lib shunaqa. Ko'pchilik bizga aytdi, sizlar o'shani kichkina ikralarni, baliqchalarni ko'rsatdinglar, nahanglarni ko'rsatmadinglar. Bor gap. Lekin o'zingizlar o'ylanglar deb, mana misol uchun men Umid akani lo'ttiboz deyishim uchun menda yetarlicha asos bo'lishi kerak. U asosni yig'ish kerak-da, to'plash kerak. Biz u odamlarning videosini ko'rib chiqishimizni o'zga bilasan. Qancha vaqt ketdi? 2x kursda ko'rganimizda ham 3 ta odam bo'lishib olib, sen buni ko'rasan, men buni ko'raman deb shunaqa qilganimizda bir oyda zo'rg'a chiranib, ofisda uxlab yotib qolib o'shani chiqardik-da, bir amallab. Shunda shunaqa rezonans bo'ldi. Endi katta nahanglarni chiqarsak, уже bizga men tushunmayman, bizga qanaqadir kuchliroq opora kerak-da, orqasida turib beradigan. Ertaga bular keladi, 100 talik keladi. Chunki biz ular haqida gapirmagani o'zida ham keldi-da ko'pchiligi. Video atvetkalar qilib. Yo'q, bunday narsa ko'rsatuvda u haqida gap ketmagan, ular o'ziga qabul qilib devorini ham kashmadi. Buxoro zo'r gap bor. Mana shunaqa bo'lib qoldi, juda kulgili holat bo'ldi. Lekin baribir zo'r olib chiqilgan. To'g'ri, endi har bitta kontentda kamchilik bor. Ko'pchilik mana даже blogerlar aytdi. Hammani bir nimaga urishdi bular, yomonlashdi. Mayli shunaqa bo'lib qolgan bo'lishi mumkin, lekin eng katta yutuq shu muammo ko'tarildi. Keyin odamlar salgina shu eng zo'r natijasi odamlar savol berishni boshladi. Sen o'zi kimsan? Shunaqa. Birorta hozir lekin shunaqa bo'lib qoldi. Hammasida Luboysda infolotovoz deb yozadi. Savol bergani zo'r. O'zi maqsadimiz shu edi-yu. Fikrlashga undash. Kim bu o'zi? Nimaga men bundan narsa olishim kerak? degan savol. Eng orzuyim odamlarda, men shu ko'p yozganman ham. Eng katta orzuyim odamlar bitta savol berishni o'rgansin. Nega degan savol. Tamom. Bo'ldi, boshqa savol kerak emas. Shu nega degan savol. Shu savol nimangizda bo'lsin. Yo'q, bizda afsuski nega emas, xo'p deb yashayapmiz-da biz. Qancha? Aka, chunki bizda xo'p bo'ladi deb o'rgatishgan. Xo'p bo'ldi. Mashina nechi pul? 2002-yildan qolgan mashina. Bolorad aka. 15,000 dollar. Bolorad aka. Men bu to'yiga 10,000 dollar sarflash kerak ekan. Nega emas? Xo'p bo'ladi. Mana xo'p, qo'shnimiz 5 kishiga qildi, biz ham 500 kishiga qilishimiz kerak. Nega emas? Xo'p. Mana shu xo'plar sababli mana shu ahvolga kelib qoldik. Iltimos, kontent shu nimadan keyin, video chiqqandan keyin nega degan. Prosta nega emas, Timurga o'xshaydi. Nega degan sal. Nega degan nareskani qo'yib olamiz hozir. Umidjonmada keladi. Taksistlar haqida ko'rsatib o'qiganingizda bitta taksist aka oxirida ko'rsatuvning oxirida juda moshni fikr berganlar-da. Mana mana shu fikrda taksist odam shunaqa fikrlayapti-da. Agar ilojini topsanglar, o'shani oxirini topib qo'yinglar mana shu yerga. Bizda bitta narsa bor, shukr qilish kerak, boshqa. Shukurchilik men misol uchun men qarshiman. Agar hamma narsaga shukr qilib o'tirilganda, o'sha hali ham eshik arabada yurilgan bo'lardi. Mashinalar kashf qilinmasdi. O'sha savol berib, nimaga bunaqa, nega undan komfortli emas degan savol berilganda rivojlanadi. Odamning zotda shu taraqqiyotga o'sha savollar yetaklaydi. Savol berishdan agar mahrum qilib qo'yadigan bo'lsangiz, odamni gapirishdan mahrum qilib qo'yadigan bo'lsangiz, shunda o'tib ketaveradi. Talab qilish kerak birinchi o'rinda. Chunki aytadi, chaqaloq ham yig'lasa onasi ko'krak tutadi. So'ramasa kim ishi bor u bilan? Imенно shu savollar insoniyatni taraqqiyotga yo'naltiradi deyaptilar-da. Ya'ni biz prosta
qabul qilib yashashimiz kerak emas. Biz o'shani tanqid qilib, asosli qilish haqida tanqid, gapirganman. shukur qilish haqida gapirganlarda, biz shukur qilib, ana osmoni musaffo, Xudoga shukur deb yurishimiz bu to'g'ri qaysidir ma'noda yaxshi narsa, lekin bizni kamchiliklarni ko'rib turib uni gapirmasak, bu уже bo'lmaydi. Muammolarni ko'rib uni gapirib, savollar berib, nimaga bunaqa bo'lishi kerak? Nimaga bunaqa bo'lishi kerak? O'shani asoslab beringlar deb so'rab, taraqqiyotga yo'nalishimiz mumkin-da, o'sha yurishimiz mumkin, o'sha tarafga qadam bosishimiz mumkin. O'shanga bu normal narsa. Mana shundan kelib chiqyapti savol. Nega odamlar haligacha o'z muammolarini savollarini mana Umid akaga so'rashadi, aka olib chiqib bering deydi, Timurga olib chiqib bering. Eng prikolniy nimaga qo'rqadi? Aka, zo'r narsa aytaman sizga, zo'r misol aytaman. Odamlarimiz juda qo'rqoq, juda qo'rqishadi. Kunuzda ishlagan paytimda ham juda ko'p duch kelganman. Murojaatlar bilan ishlaysiz endi. Ommaviy axborot vositasida murojaatlar bilan ishlaysiz. Snos nimadir bunaqa muammo degarovchida, cho'masmi muammo bilan kelishadi. Bo'pti, xo'p, muammoingizni o'rganamiz. Bunday borasizda intervyu berasizmi? Yo'q, men intervyu bermayman. Assalomu alaykum. Pishib, yonib gapirayotgan odamchi o'sha, yo'q, aka, men nomi endi deyaptilar. Siz yo'q, men nomi. Menga, kim gapiradi? Men bilmayman-ku, sizlar gapiringlar. Sizlarning muammoinglar-ku. O'zingni muammoingni o'zing ko'tar, inson. Mana misol uchun butti odamlar bloger deyshadi-yu, aslida boshqa odamlardan farqimiz yo'q. Shunchaki gapiramiz, o'zimizni fikrimizni ommaviy chiqib publichno gapira olamiz. Shu farqimiz. Ya'ni istalgan inson chiqib o'zi duch kelgan muammoni o'zini Instagrami bo'ladimi, nimasi bo'lsa o'sha yerga chiqib gapirishi mumkin. Agar o'sha odam duch kelib o'sha muammoni ichida o'sha bo'lgani u ichidan his qiladi u muammoni. Zo'r gapirib bera oladi. Oddiy misol, men Umid akaga birinchi yuborgan videoim oliy ta'lim haqida, o'zim o'sha Toshkent farmatsevtika institutidan bitirib, o'zim o'tib duch kelgan muammolarni ko'rib chidomiy video qilganman-da. U videoda hech qaysi odam qatnashishga mana qilmagan, jazm qilmagan. Chunki oliy ta'limni to'g'ridan to'g'ri tanqidida u. Mana u paytda boshqa studentlardan, talabalardan hech qanaqa ajratib turmagan ishni. Oddiy talaba, prosta o'zim ko'rgan muammoni gapirishga jazm qilganman. Boshqalar ham xuddi shunaqa qila oladi. Ya'ni chiqib o'zi ko'rgan muammoni gapirsa, ancha-muncha narsalar to'g'rilanib ketadi. Odamlarimiz o'zi qo'rqoq. Menda bo'lgan holatni aytaman. Bir necha marta bo'lgan. Kimdir yuboryapti, muammosini endi bot orqali yuboryapti. Katta muammo, juda endi men boshida shunaqa bo'lardi. Men chiqdi, muammo yuborishdi. O'ziga aloqaga chiqmasdan qanaqadir muammo ekan, agar birorta muammo bir necha marta yuborilsa, bir viloyatdan yuborilsa, men chiqarganman. Chiqargandan keyin o'sha muammoni nima hududda shu organlar u odamni chaqirishgan. O'sha odamni masalan sen yubordingmi? Ha, yo'q degan. Keyin natijada men aybdorman, chunki men hech qayerdan olmaganman. Po faktu chunki ular aytayapti, men yubormadim, deyapti-da. Biror maktabdagi muammo aytaylik yoki farqi yo'q. Istagan kasalxona bo'ladimi, farqi yo'q. Sen yubordingmi? Yo'q. Sen yubordingmi? Yo'q. Demak, men o'ylab topganman. Trollos o'ylab topgan, tuhmat qilyapti. Bu uchun jazo bor. Men Kunuzdagi holatlarni gapirganimda menda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Mana Buxoro City'dagi mana oxirgi men hali videosini ham chiqaraman, hali vaqtim bo'lmadi. Buxoro City'dagi ko'p tadbirkorlar milliardlab pulga uxlashgan. Ya'ni davlat pul ajrataman degan, ajratmagan, yer beraman degan, bermagan, bino beraman degan, bermagan. Biza borib iltimos, aka, shu 2 milliard pulingizni yo'qotganingizni gapirib bering, deyapman. Kerak emas, deyapti. Yana bir marta, yana bitta holat bo'ldi. O'tiribman ofisda ishlab, eshik taqilyapti. Qarasam 15 kishi keldi. Tinchlik yo'q, endi solib boshida qo'rqib qoldim. Umidmisiz Gafurov ofisimni qaytadan topib kelgan. Ha, biz Buxorodan keldik yoningizga. Xo'p, labay. Shu muammomiz bor. 15 ta nima, shu hamma zona snosga ketgan, o'sha payt snos muammosi juda tarqalgandi. Hamma shu nimamizga, ofisimizga kirdi, o'tirib oldi, gapirib beryapti, bunaqa edi. Mana hokim bizga va'da berdi, unday qildi, qilinmadi ish qilib, zarar ko'rdik. Umumiy summaga 20 milliard atrofida hammada. Men aytdim, xo'p, nima qilish kerak? Shu chiqaraylik shu mavzuni, deyapti. Shu payt sraz, xo'p dedim, hozir video kamerani yoqaman dedim. Selfie olamiz dedim. O'zim boshda gapiraman va sizlarni ko'rsataman dedim. O'sha payt sraz auditoriya o'zgarganini ko'rsangizda. Biz chiqmasak maylimi, deyapti. Men aytdim, meni muammom emas, sizlarning muammolaringiz bu. Yo'q, men davay hozir videoni yoqaman,
gapirasizlar. Keyin bitta so'z beryapman. Shu endi yaxshi bo'lardi. Ha, shunaqa, xuddi shunaqa. Birinchidan sразу rahmat. Chipa qilayotgan sharoitlarga rahmat. Men o'sha payt O'ktam Barnoyev edi nima. O'ktam Barnoyev bizaga shu yordam berishlarini so'rab qolardik. Qanaqa yordam, muammoyni gapir. O'zi, в принципе, pretenziyamiz yo'q. U Buxorodan kelgan 15 kishi. Уже претензия. Да, У меня есть к вам. Nima uchun? Вы ко мне в офис зашли. Rahmat aytish uchun keldingmi deyapman-da. 20 milliard. Bu endi 20 milliardlab puli yo'qolgan emas, endi shu zarar ko'rgan tadbirkorlar. Oddiy odamlarni tasavvur qilsanglar bo'ladi. Xo'p, ismingizni aytasizmi? Yo'q deydi. Chiqaring просто tak deydi. Ularni tushunsa bo'ladi. Biz endi 30 yil mana shu nimada yashadik, rejimda qo'rquv. Bir tomondan og'iz bilan gapirish mumkin. Yani sizlarning autoralaringiz bor, sizlar o'zi qo'rqmaysizlar, nima oddiy odamlarni nima qilyapsizlar? Ayblayapsizlar, sizlar o'zlaringizcha deb deyishlari mumkin. Ularni ham bir tomondan tushunaman, lekin o'zlari gapirmasa biz qanaqa qilib gapiramiz? Biza gapirsak bizaga yetib keladi-ku nima? Boltami? Bolta bo'lsa kerak. Manda Statyami? ham unaqa narsalar juda ham ko'p bo'ladi. Yaqinda bo'lgan holatlardan bittasi o'rta ta'lim kolleji ustozi, kollejda dars beradigan ustoz ikkita muammo bilan chiqdi. Birinchisi, o'qituvchilarning oyligi berilmayotgani haqidagi muammo. Ustozlar, yig'ilib, ariza to'ldirib, 15 tami, 10 tami ustoz ariza to'ldirib, birdaniga ishdan bo'shash haqida, to есть tipa anaqa qilishgan. Bir 3 oylik berilmaganda. Undan tashqari kollej ham nurab ketgan kollej, juda eski anaqa binoni shu talabga javob bermasligi haqida, Namanganda ertalab komanda bilan startda turibmiz. Soat 10 dami shunaqa. Biz ketishimiz kerak, srochni muammoni yoritgani, 10 da turibmiz. Anaqa biz hozir direktorimiz bilan maslahatlashdik-da, ana qo'yavering deydi menga. Siz g'alatiroqmisiz? Men sizni deb yo'lga chiqmoqchiman hozir. Men Namanganga borib shu muammoni yoritib kelishga tayyorman-da. Shunaqa darajada ana hozir hal qilib beramiz deyishdi. Shu sizda aytgandim. Shu hal qilib beramiz, chaqirmay qo'yinglar, ovora bo'lmasin deyishyapti. Men ovora bo'lmayman deyapman. Men borib yoritaman. Men sizlar tarafdoriylarman. Masalan, anaqa sizlarga gap tegmaydi deb yo prosta bizga va'da berdi. Qo'ying bir haftacha vaqt bering, eslatishni chaqiramiz deyapti-da. Уже bilaman, что direktor miyani filtrlab, уже yaxshilab, уже ularni qo'rqitib, normal уже chiroyli, akkuratnik qilib qo'yib, уже qaytadan anaqa. No, yoritayotgan, gapirib berayotgan gapi juda ham achinarli ahvolda. U stroyka o'tdi tursin, kollej musorligi o'tdi tursin, prosta ustozlarning oyligi berilmayapti-da, 3 oy. 10 ta ustoz ishdan bo'shab ketishga tayyor, bitta ta'lim beradigan maskanda. Tasavvur qiling, shuncha o'quvchi nima qiladi? Men o'zim 9-sinfni ustozsiz bitirganman-da. Meni maktabimda ustoz yetishmagan. Va men qanaqa 9-sinfni o'tkazganimni bilaman. Endi kollej o'quvchilarida shu muammoni o'zingiz tasavvur qiling, qanaqa u seriozliroq urovenda bo'ladi. Bu muammolar baribir o'sha aytganingizda boshida ta'lim, shu o'zimizning haq-huquqlarimizni oxirgacha bilmaganimizdan menimcha kelib chiqadi. Hammasi bir-biriga bog'liq. Faktorlari juda ko'p. Korrupsiya deyildi, ta'lim sohasida berilayotgan informatsiya pastligi, internetdagi informatsiya pastligi. Hop, yana nima muammolarni biz yoritib berishimiz mumkin odamlarga? Mana okey, internetda filtrlashni o'rgandik. Etikalarni bildik. Oddiy muloqot etikalarini ham ko'plab bilmaydi. Yana nima taraflarga biz yo'nalishimiz kerak o'zimizni shu auditoriyani. Yana aniqlab bormi? Основной общий savolda. Eng такой internetdagi keladi-yu baribir. Men oxirgi payt o'zim shaxsan ko'p kuzatayotgan muammolardan bittasi bu jinsiy tarbiya bilan bog'liq. Juda ko'p. 16-15 yoshli qizlarni beremenniy bo'lib qolishi, iznasilovaniyaning o'ta ko'payib ketganligi, bolalarni, aksariyat bolalarni shu ko'zi qonga to'lgani juda kuchli va men 1-2 marta shu narsani oldinga ham surib chiqdim. Aynan jinsiy tarbiya fanini alohida qizlarga, bolalarga maktabdan boshlab o'rgatish haqida mana shu narsani sekin-sekin oldinga surishni boshladim. Bu soft skill sifatida o'rgatilishi kerak deb hisoblayman bu narsani. Endi baribir o'zi menimcha shu ta'lim agar ozgina shu islohotlar amalga oshirilsa, endi islohotlar ham internet, televizorda ko'rsatiladigan islohotlar emas, real pul ajratilsa, real o'zgarsa, real sifatli bo'lsa, o'zidan o'zi qolganlarini
yopib ketaveradi. To'g'ri, endi 1 yilda 2 yilda bo'ladigan narsa emas, ta'lim o'zgargandan keyin 10-15 yilda ko'ramiz biz. Biz o'sha yerda 45 yoshga kirar ekanman. Ko'p muammo ta'limga taqaladi. Hammasi ta'limga. Men shu uchun hozir bor o'ylayapman, shunaqa nimam bor. Bor shu faoliyatimni asosini shu ta'limga yo'naltirish. Maktab, bog'cha, nima, kollejlar, litseylar, universitet hammasi mana shu baribir katta nimamizni katta muammolarimizni asosi mana shu ta'lim. Men ham shuncha ataylab ko'p universitetlar reklama qilyapman. Sizlar o'qishinglar uchun. Men xohlayman sizlar o'qishinglar. Shunga borib taqaladi. Keyin menimcha odamlarning ozgina stereotip fikrlashini o'zgartirish kerak. Odamlar juda qolipga tushib qolishganda, любой mavzuni olsangiz qolibdi-da odamlarda nimaga desangiz, shunaqa qilishgan-ku bizning ota bobolarimiz. Shunaqa misol oddiy to'y oling, qanaqadir udum qilishadi, nimaga buni qilasizlar desiz. Qilishgan. Yo, hop nimaga o'sha nima ma'no. Nega? Yana o'sha gap. Odamlar o'sha savolni berishmaydi. Nimagadir o'sha tupa просто o'sha qolib bo'yicha qilaverishadi. Да, потому что так жить проще, брат, для них. Не проще. Mana misolchi qarang. Не, они так думают, понимаешь? To'yi ani 10 ta kortej bo'lishi kerak. Mana bunaqa narsa, ani fotosessiya. Обязательно to'yi bilasizmi, o'zi yozilgan ssenariysi bor. Yozib qo'yilgan ssenariysi bor. O'sha bo'yicha qilish shart deb o'ylaydi ko'pchilik. Biz to'y temasini olib chiqmoqchimiz, juda og'riqli temada. To'yi bor. Sharzanaga qilsa bo'ladi. To'yga kelganda muammo bo'ladi. to'y yo'q, chiqarish kerak. Mana bu mavzularni katta biznes deydi, katta biznes yoki juda katta biznes. Просто men bu biznes bilmayman, o'ldirish niyatim yo'q. Просто odamlarni ozgina fikrlashga anaqada. Odamlar qarzga kirib, aka $10,000 kredit to'lashgan o'zimga yaqin tanishlarim bor. Xuddi shunaqa o'zimni tanishim hozir o'sha ajrashib bo'lgan kredit hali yana 2 yil to'lash kerak edi. Ajrashib bo'lgan o'zi. bu hali qo'lga kiritilmagan mashina uchun kredit to'lashga o'xshaydi. Faqatgina o'zbek chiqmagan jentrani pulini mashina chiqmasdan oldin kreditini to'lab qo'yadi. To'yda ham shunaqa, to'y o'tib bo'lgan, ajrashib bo'lingan, bola tug'ilib nima bo'lgan, lekin pulni hali to'lash kerak. Men bu juda katta muammo. Prostani qolib bor deb. Bu qolibga ko'p faktor sababli. Mana endi hozir mavzu juda nima bo'lib ketyapti, o'tlab ketyapmiz. Odamlar nima deydi degan gapni o'ldirishimiz kerak. Mana karantin payti ko'p to'y o'tib ketdi, 30 kishilik. Keyin gapiryapti odam. Zo'r qulay bo'ldi-da, 30 kishilik qilib oldik-da. Xo'p, karantin bo'lmagan paytda ham qilsang bo'lardi. Bahona bo'ldi. Bahona bo'ldi. Как раз mana shu bahona nima degani, biz qo'rqoqligimizdan shu odamlardan ham qo'rqamiz, nima deyishidan. Hozir bahona, karantin edi, aka, men qanaqa qilib sizni taklif qilaman. Zo'r shu payt qilib olish kerak ekan deydi-da odamlar. Shu darajada. Odam sen 25 ga kirding, 30 ga kirding. Nima qilasan? Karantinni kutib yoki boshqa sababni kutib. Xuddi shuni boshqa sohalarga ham proyeksiya qilsa bo'ladi. Ya'ni nima qilasan, kutib nimadir bahonani. O'zida bo'lgan kutish yo'qda shu. Endi asosan $1000 bilan hal bo'lib ketdi-da ishlar. Ko'p ishlar $1000 bilan hal bo'lib ketdi. Dazu shart, u ham shart emas, просто birga yashab. To'yni $1000 birga yashab bo'ldi, tamom, sen bir nikohdan o'tib, bo'ldi, senga kim nima sharoitdan kelib osh beruvchi. Даже если orzu havasi bo'lsa ham sharoitdan kelib chiqsa, misol uchun sharoit ko'taradimi? O'shani endi o'g'il haqida gapirmaymiz, o'g'il qilmasin. Просто agar nimadir o'ylab qo'ygan bo'lsa, shu sharoitidan kelib chiqib qilsa yaxshi-da, u qarz olib, ko'rpaga qarab oyoqni uzatib, bekorga eskilik gapirmaganda, nima qilasan aqlib? Kreditlar olib. O'zi kreditni o'zi menimcha hozir o'sha puling yo'q, undan ko'ra ozgina ol, finansiy gрамотность. O agarda o'zimizni mavzuga qaytadigan bo'lsak, ta'lim sohasida xuddi shunaqa stereotip, universitetga kirishim shart. Puli yo'q, hech narsasi yo'q, lekin shart. Shu. Men aytaman, universitet. Bizda juda ko'plar so'raydi. Azaka universitetda o'qish kerakmi? Men Singapurskida o'qiganman. Bizga imkoniyat bor edi, rahmat, odamlar to'laganlar, tam investitsiya kiritganlar. Agar imkoniyatim bo'lmaganda, men universitetga mo'sh kirmasdim. Chunki hozir yo'llari ko'p, boshqa yo'llar. To'g'ri. Mana aytdiki, bloger bo'lib universitetda tugatmaganman men. Отчисление bo'lganman. Meni universitetim bu YouTube. Men любой narsani YouTubedan o'rganaman. Любой. Men SMMni ham YouTubedan o'rganganman. Men blogerlikni ham YouTubedan, men jurnalistikani ham YouTubedan o'rganganman. Men любой narsani YouTubedan o'rganganman. Siz MBA Italiyada o'qigansiz, to'g'rimi? Undan oldin
Buxoroda o'qigansiz. Buxoroda. O'sha universitetingiz sizga baza bo'lib bera oldimi? Shu universitetga katta rahmat. Agar universitetda o'qimagandik, talab ketolmasdim. Hozir qaranglar, universitetda o'qish kerak. Biz universitetda o'qish kerak emas tarafdor emasmiz. O'qish baribir har qanday sarflangan vaqt nimadir beradi sizga. O'qituvchilar bermasa, talabalar beradi. Ya'ni tajriba. Lekin men ham Azizbekam ilgari surayotgan fikr bu tayyor bo'lgan payting borishing kerak-da. Mana universitetga ham, turmushga ham. Asoslanishda. Mana tayyormisan shunga, o'shandan keyin uylan. Tayyormisan ham pul jihat, ya'ni iqtisodiy jihatdan ham mantiqiy jihatdan, mentalitet deymiz, lekin miyang shunga tayyor bo'lgandan keyin o'qishga kir. Tayyor bo'lgandan keyin turmush qur. Tayyor bo'lgandan keyin mashina ol. Bo'lmasa hozir bizda hamma shunaqa. Hali o'zi xayol joyida emas, mashina olib berishadi unga. Ketdi, tamom, surib avariyalar qancha bo'lyapti. Ya'ni tayyor bo'lganingda farzand ko'r. Qancha bizda farzandlar ko'rib, keyin ajrashib ketyapti, Rossiyaga ketyapti, farzand bechora otasiz yoki onasiz o'syapti. Shuning uchun Travma, psixologik travma. Bu katta muammo. Tayyor bo'lganingda qilgin shu narsalaringni. Shu asoslanishda eng muhim narsa, na samom деле. Jamshid aka ham mana farmatsevtikani bitirgansiz. Farmatsevtikani bitirib, hozir mana umuman boshqa yo'nalishda ishlayapsiz. То есть men aytmoqchi bo'lgan narsa, ta'limni agarda olmoqchi bo'lsa odam обязательно qimmat universitetlarda yoki umuman universitetda anaqa shart emas hozir. Aytgandek, Timur YouTube'da ham ancha-muncha informatsiya olsa bo'ladi. Qanaqa qilib blogingga kirgansiz? YouTube blogingga qanaqa kirgansiz? Farmatsevtikada bu narsani o'rgatmaydi. O'rgatmaydi. Men ham xuddi shu Timur aytgandek, azaldan YouTube ko'raman-da. Shu 2015 beri rossiyskiy blogerlarni ko'raman, chunki O'zbekistonda blogging tak takoy yo'q edi u paytda. To'g'risini aytaman, bitta dudni o'zi menga ancha-muncha universitet berganda, to'g'risi olib chiqayotgan odamlar, misol uchun oddiy dud qanaqadir geroy topadi, u bilan intervyu qiladi, u geroy menga qiziq bo'lib, uni dalshiz izучать qilaman-da. Уже intervyuni o'zida ko'p anaqa mavzular aytiladi. Telegram Berlinskaya stena haqida gapiryapti. Va, Berlinskaya stena shu paytga menga qiziqmagan ekanman. Tarz Berlinskaya stena haqida уже o'qiyapman-da o'zim dalshida. Yoki qanaqadir yana mavzu tashiyapti-da, u shunaqa qiziqarli podacha qilib beryapti, shunaqa anaqa qilib ketaman-da. Bitta kanal o'zi qanaqa katta anaqa bo'lib beradi-da, уже baza bo'lib beradi-da. YouTube o'zidan ham ancha-muncha narsa o'rgansa bo'ladi. Просто nimaga olib kelyapman, hozir stereotipniy мышление даже sohaga ham bog'liq bo'lib qoldi. Sohaga ham bog'liq bo'lib qoldi. Umid aka Trolls Telegramda mana shuncha qilib tashyaptilar, tam o'tdi bunaqa qilyaptilar. Короче, bloger bo'lish kerak ekan. Timur tam storyda 500 реально tip kerak ekan degan narsa bo'lib qoldi. Shunaqa. Bu это же не работает. Menga ham murojaatlar juda ko'p keladi. Mana men direktimda o'qiyman, Telegramga yozishadi, Facebooklarimga, messenjerlarimga yozishadi-da. Oka shogirdga tushmoqchiman sizga, oka o'rganmoqchiman sizdan mana shu sohani. Xullas, oldingizga oling deydi. Birinchi o'rinda so'raydigan bitta savol bor. Maqsad. Maqsad nima? Maqsad soqqa. Bo'ldi. Sizga o'xshab shu, mana ham oka shu uy olgim kelyapti, trekerda yurgim kelyapti, oka, nima qilgim kelyapti. Mani вот именно maqsadim treker bilan uy bo'lmaganligi uchun menda bugun bor bu narsa. Deb sekin-sekin tushuntiraman-da, o'shaning uchun ham men shogird olmayman. Chunki dostoyni odamlar yo'q, ko'p odamda asosiy maqsad faqat chunki biz bir tomondan biz o'zimiz ham shu Vayner deb aytishim o'zim g'alati bo'ladi. Biz bir tomondan mana shu aynan ko'ngilochar kontent bilan shug'ullanuvchi insonlarni o'zini mana shunaqa ko'rsatib qo'yganini побочный effekti bu. Biz ham aybdormiz bu sohasida. Ularda u saviyasi ham emas faqat. Bizda ham bu yerda ayb bor, что biz tipa yengillikdek qilib ko'rsatib qo'ydik. Faqat natijani ko'rsatib qo'yapmiz. То есть biz natijani oldidagi bo'lgan puch haqida gapirmayapmiz. Вот, qanaqa kelgan. Lekin bitta yomon tomoni bor. Ana shu natijagacha kelgan puch haqida gapirsang, sen jalosga David qilayotgan bo'lasan. Ты falta, блядь, deb boshlab qolishadi. Men o'zim unaqa nima, moykalarda ishlaganman deb boshlashadi. Qo'ysangchi deb boshlaydi odamlar. O'sha bomj bo'lganman, unaqa edi. Endi bu ham menimcha noto'g'ri. Konkret jalosga David qiladi. Endi o'shanga menimcha universitet stereotip, mana shu ta'lim sohasida stereotip, maktab must have, okey. Maktab yaxshi bo'lish kerak maksimal darajada. Ustoz yaxshi bo'lish kerak. Hozir ustoz YouTube. Da. O'zim bu mana bunaqa narsada yoki universitetda asosiy nima desa bo'ladi? Asosiy
vazifasi o'sha studentni maksimalni o'sha o'zini yo'nalishi bo'yicha atmosferaga pogruzить qilib, uni qiziqtirib olishda. Chunki u men universitetizani $100,000 bo'lsa, bir yilga u sizgacha miyangizga tiqib qo'ya olmaydi. Ana majburlab, chunki odam o'zi xohlash kerak. U narsa self study bo'lmasa u любой universitetingiz bir tilla, to'g'ri. Universitetda asosiy prikoli ham bu birinchi navbatda self study va networking. Senga asosiy berish kerak bo'lgan narsa shu ikkita dona narsa o'zi aslida. Qolgan narsa уже от тебя зависит. Mana shu self study zo'r narsa-da. Sizlar nima qilasizlar self studyni yaxshilash uchun? Self study mana misol uchun Udemy'da zo'r kurslar bor yoki master klassda zo'r kurslar bor, misol uchun. Men nasmotrенность, faqat nasmotrенностьdan вообще mana shu eng zo'r praktika o'zi nasmotrенность. Nasmotrенность nima tushuntirib? Ko'rish, ko'proq ko'rish. Ko'p ko'rishda tushunasizmi? Har xil narsa. То есть qaysidir ma'noda avtor universal inson bo'lishi kerak-da. Mana siz meditsinani вообще bilmasangiz ham siz meditsinadan xabaringiz bo'lishi kerak, tushunasizmi? Qurilishda umuman ishlamagan bo'lsangiz ham, lekin siz suvoq qanaqa qilishini qayta ko'rgan bo'lishingiz kerak, tushunasizmi? Bizning sohamiz любопытный soha. Biz любопытный bo'lishimiz kerak juda ko'p sohalarda. Shuning uchun men juda ham ko'p aynan познавательный kontentlar rosa ko'p ko'raman. Day videolar ko'p ko'raman, lifestyle videolar juda ham ko'p ko'raman, путешествие qilaman, ko'p ko'raman mana shu narsalarni. То есть насмотренность menga dunyoqarash beradi. Dunyoqarash menga keng fikrlash imkoniyatini beradi. Mana shu narsani o'zi bilan menga это уже достаточно. Men kitob ko'p o'qimayman. Men tan olaman, men zoomerman, men kitob o'qimayman. Для меня это прям это что-то сложное для меня. To'g'risini aytsam-da, men o'tirib qanaqadir seminar treninglarda qatnasha olmayman yoki qanaqadir bir og'ir leksiyalarda qabul qilmayman. Menga kartinka bilan uzatinglar. Men vizual insonman. Endi kinestetik vizual insonlar bo'lsa, men vizual insonman. Men ko'rib qabul qilishga odatlanganman-da. Ko'p zoomerlar menga o'xshaydi. Shunaqa. Men ham tan olishim kerak, kitob o'qish bo'yicha uncha maqtanishim imkoniyam yo'q. Lekin mana Jamshidxon aytgandek, biror bir mavzuga qiziqsam, mana bugun o'zi ertalab podkastimiz borligini bilib, baribir soat 4 kechasigacha Wikipediyada qaysidir mavzuni o'qib o'tiruvdim-da. Menga kerak bo'lmagan yadерный bir balo haqida o'qib o'tirman. Menga shu kerak emas-da, agar qo'pol qilib aytganda, lekin agar bir narsaga qiziqsam, to'g'ri kitob bo'lmasa ham internetda nimadirni ochaman-da, ссылка bilan dalshi bu nima ekan, bu nima degan ekan bu mavzu bo'yicha. Xo'p, bu o'zi ikkinchi tomon nima degan ekan deb shunda qanaqadir nima ishlaydi, ana shesтеренкаlar sal ishlaydi. Men masalan kitoblarga keladigan bo'lsak, ko'proq avtobiografik, ya'ni real hayotga asoslangan kitoblarni xush ko'raman. Steve Jobs hayoti, badiiy o'qish kerak deyshadi, sal nimani rivojlantiradi deyshadi, lekin menda qiyinroq sal. Badiiy ko'proq asosan so'z boyligiga ta'sir qiladigan narsa. Menda ko'rib turibsizlar, so'z boyligini sal oqsayapti, lekin tiqim degan so'zlarni bilmayman. Tiqim berish degan. Lekin menda mana shunaqa. Menimcha yangi avlod ham ko'proq shunga moslashgan va aytgancha men shundan foydalanib kontent yaratsa bo'ladi. Ya'ni baribir odamlarda nimadir o'qishga bo'lgan nimasi kam, sabri yetmaydi va undan ko'ra men subyektiv biror bir mavzuni chiqarsa, o'shani tomosha qiladi, maza qiladi. Chem sud ekspertlarni hayoti haqida katta maqolalarni o'qishdan ko'ra, bitta videoni orqali nimadir bersa bo'ladi auditoriyaga. Shunga hozir auditoriyamiz juda tashna. Muammodan kelib chiqqanda kitob o'qish bo'yicha maslahat bermoqchiman. Men o'zimni kitob o'qishga o'rgatdim. Qanaqa qilib? Zo'r maslahat. Agar siz menga o'xshagan kitob umuman yoqtirmaydigan ma'noda o'qishga chidolmaydigan inson bo'lsangiz, zo'r narsa komikslar. Komikslardan boshlash kerak. Men Marvel ensiklopediyasini sotib oldim. Ensiklopediyasini sotib olib, komiksini o'qiganimdan keyin men kitobga o'rgandim. Hozir kitobni misol bir kunda 10 bet o'qiy olaman. Hozir oldin 2 betda уже zerikardim, tushunasizmi? Komikslar meni ancha уже anaqamni ichimdagi tempimni pasaytirib berdi. Komiksda ham tekst bor-ku, lekin kartinka bor. Kartinka bilan anaqani sayqallashtirib, normal chiroyli qilganda уже o'rganadimmi ko'zingiz, keyin sekin tekstovoy formatga ham уже tushib olar ekansiz. Agar kimdir mana shu kitob o'qish bo'yicha agar harakat qilib ko'rmoqchi bo'lsa, mana через komikslar boshlab ko'ringlar. Va oxirgi savollarimizdan biri ko'pchilikda men ko'raman, endi chet el bizda hali unaqa blogerlarni ko'raman, bo'ldi, men zo'rman, eng zo'rman deydi, bo'ldi. Rivojlanmaydi, boshqa narsa qilmaydi. Bizda
blogerlarda ko'rmadim, no soha spetsialistlarida bo'ldi, men короче mingta nimadir qilib qo'ydim, men все, men nomer 1 man deb ana qilmadi. Mana shu narsa bo'lmasligi uchun nima harakat qilasizlar, nimalar qilasizlar? Chunki bilamanki, bloger eng zo'r manisi bo'ldi, bu O'ldi, tamom. o'ldi. Umuman o'zi ijodkor inson o'zidan qoniqsa o'lgan hisoblanadi. Dostoyevskiy shunaqa deb aytgan. Про блогеров он сказал. Нет, ijodkor, любой bloger ijodkor. Ha. Ijodkor inson o'zidan qoniqqan kun u o'lgan kun hisoblanadi. Shunaqa deb aytilgan. Blogerlarda chet elda nima uchun bunaqa bo'lib qolishiga birinchi sabab bu kapital. Birinchi o'rinda они очень дохуя зарабатывают, вот если можно так сказать. Да, Wilson. Да, типа u bolalar o'ziga hozir avlodiga misol Logan Paul u bola millioner bola. U bolaga hozir kontent qilish u не обязательно u bolaga. U turgan joyda o'rtoqlariga Mercedeslar, uylar, ota-onasiga ostrovlar sovg'a qilib tashlaydigan bola-da, misol yoki Mr Beast. Isom то есть Mr Beast. Hazırlashdim. Misol u bolalar ham уже o'ziga Mr Beast'ni bitta reklama integratsiyasi oka $1,5 million turar ekan. YouTube'da $1,5 million. Har bitta rolikida integratsiya kamida 2 ta bor aka. Tushunasizmi? Bizda asosiy misol kimdir uchun balkim pul anaqa emasdir, no men uchun hozirgi kunda harakat qilishimga sababchi narsalardan, motivatsiyalarimdan bittasi pul, chunki men 9 ta komandamda bola bor. Men 9 ta bolani boqishim kerak. O'zimning oilam bor. Endi zavosiylar bo'lib ketyapti. Hozir yana, конечно, no menda masshtabирование ketayotgani uchun menga finans, menga kapital muhim hozirgi kunda. Shuning uchun ham men to'xtab qolmayman. Hech qachon to'xtab qolmayman va o'zim tez zerikuvchi insonman. Men bitta narsadan tez zerikaman va o'zimda yengillikni qovurishni yaxshi ko'raman. Shuning uchun to'xtagim kelmaydi. Savollarim tugadi, lekin siz bitta anaqa savolga qildingiz, motivatsiya berib yordingiz. Siz ham boya gapirganingizda bizani rasxodimiz bor. TBU degan narsa bor, точка безубыточность. U narsalarga o'zi chiqish muammo. Chunki mana bizda ham 60 ta xodim ishlayotgan bo'lsa, oyligi bor, arenda bor, tam 2-3 ta jentrani puli bo'lib qoladi-da. Agar har oy 2-3 ta jentrani pulini qayerdan olish kerak? Prihod qilish kerak. Endi qaranglar. Nimaga sen pulga o'rgatyapsan deydi. Nimaga sen ustozlikni pulga qo'ysan deydi. Sen shunchalik zo'r marketolog ekansan, tam biznesmen ekansan, nimaga pulga qo'ysan deydi. Filantrop bo'lishing kerak-da. Filantrop bo'lishim uchun Zafar aka bo'lishim kerak. Tam 70 ta korzinka tam yo Zafar aka bo'lsam, okey, tekinga chiqib tam gapirib bera olaman. To 1 soat. 1 yilda 1 soat, 2 soat, okey. No. Bizani okupat qiladigan joylarimiz bor va biznesda qonuni nima? Prihod, то есть sof daromad, to'g'rimi? Da. O'sha narsani tushuntirishimiz kerak-da odamlarga. To, что sof daromad bo'lmasa, развитие bo'lmaydi. Развитие bo'lmaydi na blogingda, na Telegram kanal, YouTube'larda va na subyektivda. O'shanga reklama hozir qo'shmoqchi emasman. Ko'pchilik bizani asosiy ishimiz bu ham deb o'ylamaydi. Shunaqa odamlar ham bor. Bor. Qanaqadir prosta boyi bolasi mana shunaqa mavzularni ko'targisi kelib qolgan odam deb ko'rishadi. Menga qanaqadir biznesimiz bor, prosta pul kelib turibdi, bu tani hobbida yaksham kuni o'tirib bitta выпуск qilib qo'yamiz-da, tushunasizmi? Mana shunaqa deb o'ylashadi. Bizning asosiy ishimiz-da, asosiy faoliyatimiz bu-da. Bu bo'lgandan keyin butun kunimiz, haftamiz, hayotimiz bu bo'lgandan keyin daromad qilish kerak qattandir. O'shaning uchun odamlar shuni tushunmaydi. Masalan, oddiy mana Istanbulga keladigan bo'lsa, Istanbul haqidagi выпускka 3 ta reklamli integratsiya bor yoki videoning ichida 3 ta reklamli integratsiya. O'sha 2 ta выпуск olib kelgan o'zida mana mashina bo'ldi, yoki to'g'risi yana xuddi shu mavzuga qaytyapmiz. Hech qanaqa daromad qilib kelmadi yoki nimadir qilib kelmadi. O'sha bizga qolgani sayohat qilib o'sha video olib kelganimiz bo'ldi. O'zimizga qo'yayotgan narsa aytdik, sizlarga berayotgan ma'lumotlarimiz. Bu odamlar shuni to'g'ri tushunishini xohlayman-da. Bizda hali Rossiya uroveniga ham chiqmadi-da. Masalan, shu Dutcha bitta reklama integratsiyasi 3 million, 4 million rubl bo'lsa, bizda hali unaqa uroveniga chiqmadi. Ya'ni 30, 40, 50 ming dollar bo'lsa, bizda unaqa reklama integratsiya hali reklamadatellar ko'tarmayapti. Bunaqa summalarni ancha-muncha reklamadatellar ko'tarmaydi hali. Men udivitsa, men o'zim misol reklama agentligimiz bizga ham katta klientlar chiqadi, umid ekamlarga ham chiqishadi.
они очень сильно удивляются, когда узнают наши цены, типа, серьезно. А ularda byudjet, чтобы ты понимал, серьезный bo'ladi. Ko'pchiligida, misol o'ylaydi, bizda bitta bloger, eng minimalniy bloger 5000, 6000 dan boshlanadi deb o'ylaydi. Bu yoqda kelyapti $300, $200, tipa. Men o'zim shaxsan ko'p guvoh bo'lganman. У вас очень прям цены хорошие deganda, прям низкий deyolmagan, но хорошие deganda. Типа, ну, да. Arzonchi ekansizlar. Qozog'istonni agarda oladigan bo'lsak, mana siz bo'lgansiz o'sha blogerlar bilan sekali ta'mina qilib, Jekalar juda serьезный pul ko'taradi. 10,000-15 ming dollar integratsiyalar. Да. Reelsga faqat tiqadi, $10,000 dan uraveradi bitta video post. Vilsacom mana eng boylar. Rossiyada nomer 1lardan bittasi. Bu Duch kelgan anaqa bor ekan. Redaksiya bor, juda yaxshi. Redaksiyalar Subject ham yaxshi. 808 lar mana mashina pul orqali bunaqa kontent qilyapti. Da. O'zidan o'zi bo'lib Hammasi pulga qolmaydi. taqaladi do'stlar, hammasi hamma narsa pulga taqaladi. Shuning uchun safqani qilish kerak degan yangi futbolga kutinglar umid akamdan yaqin. Bo'ladi, da. Хороший tем. O'shanga xudo xolasa bu vyuspimizda keragidan ortiq mavzularni ochdik va nimaiki yana savollar bo'lsa, kommentariyalarda yozinglar. Hammasiga xudo xolasa keyingi vyusplarda harakat qilamiz ko'rsatib olib chiqib berishga va okalarga juda katta rahmat deb qo'yamiz. Rahmat sizlarga ham. Obunachilarga. Bu narsa motivatsionniy nimadir bering, aka. Hayotda har doim g'oliblar yutadi. Va o'sha gap har doimgidek fikrlar subyektiv, xulosa o'zingizlar. Bu o'zi subyektiv sonayda. Yana hozir YouTube'da endi faoliyat boshlaganingiz bilinib turibdi. Boshda ham aytish kerak, oxirida ham aytish kerak. Obuna bo'linglar kanalga. Ana kolokольчикlarni yoqinglar, kommentariy qo'yinglar, kommentariy qoldiringlar. Boshida menga shu narsa tilamchilikdek tuyulardi aka. Keyin qarasam, оказывается, normallik ham. Qilish kerak buni. Yo'q, menga g'alati tuyulardi. Boshida so'rash, haqiqatda xuddi shunaqa tilamchilikdek tuyulardi. Keyin o'zi ko'ryapman-da. Hamma so'raydi. Like so'ramagan vyupusku bilan so'ragan vyupusku orasida tafovut вообще katta bo'ladi. To'g'ri tushunasizlar, bu bizning Bu nonimizda. nima uchun qilinadi? Bu YouTube'ning algoritmlari bor. Qancha like qo'yilsa, YouTube tushunadi, ha, video yaxshi ekan. Qancha izoh qoldirilsa, undan ham yaxshi. Va shuning uchun kesib oldinga qo'yamiz. Здесь из хорошо aytadi. Вам не сложно, а мне приятно. Da. Qancha like ko'p qo'yilsa, shuncha pul yo'q. Ko'p bo'ladi. Va iltimos Like pul keltirmaydi. Iltimos, mana o'zaro поддержка haqida gapirdik. Sizlar ijodkorlarni поддержка qilinglar, hech bo'lmasa like qiling. Kamida. Agar rahmat deb qo'ysangiz, men uchun juda, meni endi bilmadim, men uchun shu motivatsiya. Va mana azizga yaxshi savol berdilar. Men to'xtash bo'lmasligi uchun, menimcha subyektivda ham eng zo'r video bu keyingi video. Ya'ni keyingi son eng zo'r. To'xtash yo'qda endi. Va sizlar ham to'xtamanglar. Eng yaxshi blogerlar qidirishda ham davom etinglar. Shunda bizni mana ijodkorlarga ham bir stimul bo'ladi. Tanqid qilinglar, lekin nima deydi? Konservativ tanqid. Konstruktiv. Uzr. Pafrayda o'qib. Konstruktiv tanqid. Ya'ni mamlaqa ekan, mamlaqaroq qilsangiz yaxshi bo'lardi. Unaqa eksan, kimsan deb emas. Ko'p harakat qilinglar, shu odam yaxshilansin. Nimasidir yo'qmayaptimi? Aytinglar shuni. Xullas, bizning ham dardimiz ko'p cho'zilib ketadi. Rahmat katta shunday imkoniyat berganingizga. Sizlarga katta rahmat. Keyingi sonlarda ko'rishguncha